bitta mana svetila salana qilib qo'yibdi ko'zimga. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Ismim Sitora Faxrizinovna. Xo'p, sotuv bo'yicha korxonalarga 2,5 yildan oshiq o'sha dars berib kelyapman. Xo'p, agar darsni boshlaydigan bo'lsak, hozir birinchi dars o'tilgan ekan. Aynan menga berilgan mavzu bu sotuvda insonning psixologiyasi. Holimiz ham, xohlamaymiz ham yoshimiz kichkina bo'layotganda, kichkina payt 20 dan 30 yoshga oladigan bo'lsak, biz zo'r sotuv qila olmaymiz. Nimaga? Chunki biz odam psixologiyasini oxirigacha bilmaymiz. Masalan, 30 dan keyingi odamlarni agar inobatga oladigan bo'lsa, 40 dan 50 dan keyin ular hayotiy filosofiyasi bor, to'g'rimi? Уже biron bir muammo bilan, masalan, dadamizga, buvimizga, adamizga borsa, oyimizga ular siqilma o'tib ketadi deyshadi. Nimaga? Chunki ularda tajriba bor. Sotuvda ham xuddi shunaqa tajriba kerak bizga. Aynan hozirgi kunda telefon qilamiz. Sotuvda qanaqa sizlarda muammo bo'ladi? Prosta bitta aytaylik, men shunga qarab turib, keyin darsni davom ettirib ketaman. E'tirozlarda muammo bo'ladimi? Mijozlar bilan masalan muloqot paytida moslashishda qiyin bo'ladimi? Yoki mijozlar bilan gaplashishda introvertligi uyg'onib qoladimi? Bilasizlar-ku, introvertmi, ekstravertlar, to'g'rimi? Shunaqa jarayonlar bo'lib qoladimi? Qanaqa ko'proq muammo bo'ladi? Narxi qimmat. Yaxshi. Yana Masalan, ba'zida chegirma bo'ladi-yu, garячий paketda. Tur paket. Tur paketda. Hozir ham shuni kutib o'tirishadi. Lekin o'sha garячий bo'lmaydigan paytda. Garячий. Niyat qilib yurishadi. To'xtab turadi, o'ylab. Yaxshi. Yana kimda qanaqa bor? Ochchasiga aytavringlar, qaranglar. Ishonishmaydi. So'chib halol bo'lsa hamki yopib ketmaydimi deb. Halol nimada? Mahsulot. Biz investitsiya kiritamiz-da. O'shanga halolmi deyishadi, harom emasmi? Bo'ldi, tushundim. Xo'p, yana. Yopilib ketmaydimi, ishonmaydi. Sizlarda yo'qmi e'tirozlar? Men bu yerda qaranglar, meni vazifam dars berib chiqib ketish emas. Bizda momentda ekonomika degan narsa bor. Men rosa yaxshi ko'raman ekonomikani. Qaranglar, hozir yaxshilab eslab qolinglar. Tasavvur qilinglar, bitta oila, endi oilada ada bor, oyi bor, do'da, buvi, mayli 3 ta bola bo'lsin. Bizning o'zbekchilikda ada mametga pul topib kelyapti, to'g'rimi? Uyga pul kelgandan keyin uni qayerga ketkazamiz biz? Maktabga, to'g'rimi? Keyin qayerga ketkazamiz? Bog'chaga, bozorga, to'g'rimi? Keyin juda mayda rasxodlarga va hokazo. Uyda kommunalnilar bor, to'g'rimi bizda? Kommunalkalar bor, tak dalili. Endi qaranglar. Sizlar o'zi umuman olganda juda ham zo'r odamsizlar. Nima uchun? Butun dunyoni ekonomikasi sizlarni qo'lingizda. Sababi sizlar agar sotuvni zo'r qilsanglar, O'zbekiston gullaydi. Endi qo'pol qilib aytganda boshqa davlatlar ham sotuvchilar shunaqa qilsa gullaydi. Sababi pul kelayotgandan keyin faqatgina sotuvchilar shu pulni aylantira oladi. Odamlarni o'zi aylantira olmaydi. O'sha narsa bor. Endi sizdagi aytayotgan masalan e'tiroz, mana narxi qimmatligi kelgan, nima dedingiz? Imенно aksiyani kutishligi, chegirmani kutishligi bu mijozni biza ehtiyojini o'rganmayotganimizdan bo'ladi. Mijozlar o'zi 4 ta kategoriyaga bo'linadi. Har xil bo'ladi. Masalan, chegirmachi mijozlarimiz bo'ladi. Bor shunaqa mijozlarimiz telefon qiladi, srazu o'sha payt o'zida bitida oladi, bo'ldi. Keyin nima bo'ldi, nima hal qildi, u bilan ishi yo'q. Bir xillari sizlar bilan vaqtini o'ldiradi. Masalan, turizmli biron bir narsa, $400 narsa etsangiz, u sizga keyin aksiyada $280 tushadi, $200 bo'lsa olardim deydi. Miya puf qiladimi? Qiladi. U siz bilan prosta vaqtni ketkazyapti. Uni olish maqsadi yo'q. Endi har doim biz biron bir narsa sotayotganimizda biz o'zimizga savol berishimiz kerak. Men o'zi shu mahsulot sotishga tayyormanmi deb. Bo'lishi mumkin. Misol uchun, qaranglar, sotayotgan mahsulotlarni qanchalik foyda berishini, qanchalik mijoz ehtiyojini to'g'ri qondirishini sizlar bilmasanglar, sota olmaysizlar. Sotuvchilarda o'zi bitta katta ayb bor.
lekin uni o'ylashadiki, menda zo'r ketyapti deb o'ylashadi. Telefonda gaplashganda, vizualizatsiya qilib gaplashganingizda ma'lumotni zo'r berasizlar, lekin ehtiyoj o'rganilmaydi. Ehtiyoj bu nima? Bu muammo. Har bitta mijoz sizlarning oldingizga muammosini hal qilgani keladi. Muammoni agar sizlar orqali hal qila olmasligini sezmayaptimi, bo'ldi, eshitmaydi u yog'ini, xayrlashib yuboradi. Bo'lgan shunaqa случайlar. Bo'lib turadi. Yaxshi. Hozir buni o'chirib tashlaydi. Tak, mamamida elastika. Chetidan javohir bu katta qilinmaydimi sizlarda? Qaysi edi mamamida? Bo'ldi, uzr. Sizlarda sal boshqacharoq ekan. Xo'p, endi qaranglar. Kelinglar, biz mijozlarni o'zi ajratamiz. Sizlarning 3 xil mijozinglar bo'ladi. Vaqt bo'yicha eshitganmisizlar buni? Eshitmaganmisizlar? Vizual inson bo'ladi. Vizual. Audial inson bo'ladi. Agar lotin tilida noto'g'ri yozsam, uzr so'rayman. Kinestetik odamlar bo'ladi. Kinestetika. Eshitganmisizlar? Vizual bu ko'rish orqali qabul qiladigan inson. Audial bu eshitish orqali qabul qiladigan inson. Kinestetika bu his qilish orqali qabul qiladigan inson. Tasavvur qilinglar, katta qurilishda daraxt turux nimadir bo'lyapti. Mana shu uchalasi ketyapti. Ketayotgan paytda nimadir daraxt turux kuchli bo'lib ketdi. Vizual nima qiladi? Sразу vuy deydi-da, qaraydi. Audial nima qiladi? Vuy shovqinni deydi. Kinestetik voy qanaqa ishlayotgan ekan deydi. Mijozinglarning ehtiyojini doim o'rganayotganingizda mana shu narsalarni ishlatishingiz kerak. Agar sizlarning mijozinglar kinestetik bo'lib turib, tasavvur qiling deyotgan bo'lsa, u his qilmasa tasavvur qila olmaydi. Tushuntira oldimmi? Agar u eshitish orqali qabul qilmaydigan bo'lsa, u sizlarning vizualizatsiya kinestetikligiga ta'sir qilmaydi. Savol, o'zi sizlar shu 3 tasidan qaysi biriga kirasizlar? Mayli, menga javob bermanglar, prosta o'zi o'ylab ko'ringlar. Qaysi biriga kirasizlar? Vizualmi, audialmi, kinestetik? Chunki shu orqali sizlar mijozinglarga ma'lumot berishga harakat qilasizlar. Biz doim mijozlar bilan gaplashayotganda bizda tahlil ishlash kerak, analitika. Agar sizlarda tahlil bo'lmasa, mijozinglarni ta'sir qila olmaysizlar. Uchalasidan bittasiga. Tushuntira oldimmi? Endi buni biz telefonda ko'proq gaplashasizlarmi? Холодный звонки sizlarda ko'proq. Горячий. Yaxshi. Xo'p, qaranglar, sovuq litlar bilan gaplashayotganingizda odamlarning gapini tahlil qilishinglar kerak. Mana, "Allo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?" deb keling, anaqa siz bilan gaplashib ko'raylik. Mana telefon siz qilasizmi yoki ular sizga telefon qilishadi? Xo'p. Bo'ldi, давайте. Telefon qilib birinchi bo'lib aytadigan so'zingiz nima? Birinchi pog'onadagi aytadigan so'zlaringizni ayting. Yaxshimisiz deyman. Ismi yoziladi o'zi. Mana o'sha tasavvur qiling. Xo'p, tasavvur qiling, telefonda gaplash, shu gapni ketma-ket aytib bering. Allo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismim Dilbar. Keyin telefon qilaman-ku, o'zi ismi so'rayman. Shunaqa. Shoxsda bo'lsin ismi? Shoxsda siz bo'lasizmi? Deyman. Bizning ilovamizni ilova olgan ekansiz. Nima maqsad ilova olganingizga? Investitsiya kiritasizmi yoki limit olasizmi? Desam, keyin aytadi maqsadini. Maqsad nima bo'ladi ko'pincha? Kelasi investitsiya limit bo'ladi. Xo'p, keyin nima deb savol berasiz? Limit bo'yicha siz yo'naltirib qo'yaman. Savollaringizni mana shu operatorga yana qayta aloqa qilsangiz, limit bo'yicha berishadi. Xo'p. Investitsiya bo'yicha shu kerakli narsani aytib o'tamiz. Aha, keyin sizga nima deb javob beradi? Hozir to'xtang. Ko'pincha nima qilib qolishadi? Nima qilib qolishadi? Halolmi deyishadi. Hatto markazdan xulosalarimiz bor. Telegramdan xohlasangiz tashlab beramiz deyman. Hujjatlarimizni banklardan farq qiladi deyishadi. Shuni aytib beramiz. Qaranglar, mana gapirdilar-da. Prosta men gaplashyapman deb o'yladinglar, bir xilinglar и так далее-da. Bularda bo'layotgan eng katta xato sinovli yopilmayapti mijoz, ehtiyoji o'rganilmayapti-da. Hozir aytgan gapi faqat ma'lumot beryapsiz. Endi ovozidan, shu gapirayotganidan chiqib turib, misol uchun qo'polroq bo'lsa, sal bosiqroq qilib tushuntiramiz. Yumshoqroq. O'zbekchalar anaqa deyishadi. Menga mana bunaqa kitobiy gap aytmang-da. O'zbekcha qilib tushuntirib bering, sodda qilib. Chunki biz o'zbekmiz, soddalikni yaxshi ko'ramiz deyishadi. Odamni anaqasidan, muomalasidan kelib chiqib, ichiga kirishga harakat qilamiz.
Xo'p, endi ovoz har doim ham to'g'risini aytganda ishlavermaydi telefonda. Shuning uchun men hozir 3 ta narsa aytdim. Sinovli yopish kerak. Sinovli yopish nimaligini bilasizlarmi? Bilmaysizlarmi? Xo'p, qaranglar. Допустим, masalan, ismingiz nima? Men Dilbarga telefon qildim. Menga shu investitsiya kerak-da. Bular menga 20 minut ma'lumot beryaptilar-da. Men ham unaqa u qaysi gapirayotgan gaplarga xursand unga o'tib ketyapman, bunga o'tib ketyapman. Dilbar, "O, bo'ldi, meni klientim" deyaptilar-da. Точно birga ishlaymiz deyaptilar-da. Lekin men oxirida ularni hech narsa xarid qilmayman. Nimaga? Chunki Dilbar meni sinovli yoqmadi. Menga savol berishingiz kerak edi. Sotuvchini telefonda birinchi qiladigan narsasi bu savol orqali kontrol ushlab olish. Kim savol bersa, kontrol uni qo'lida bo'ladi. Agar kim faqat telefonda savollarga javob bersanglar, mijozinglarga aytib qo'y, продажа bo'lmaydi sizlarda. Nimada bo'lasizlar? Savol bergan odam zo'r bo'ladimi yoki javob bergan odam zo'r bo'ladimi? Savol bergan. Javobini ham olamiz. Tarifimiz bilan tanishib chiqdingizmi? Yo tanishtirib chiqdingmi deymiz. 100 ming so'm bilan agar ishonmasa, kiritib ko'ring, 100 ming bilan sinab ko'ring deymiz. Ana yo'q, kerak emas, уже foizlarga ko'maykatsa, men уже tekshirib chiqdim. Boshqalar bilan farqimiz уже yaxshi keldi. Bizaniki qolisiz 100 ming bilan ishonmasangiz, ishonish uchun 100 ming bilan sinab ko'ring deyman. Keyin bo'ldi deydi. Ishonmayotgan odam 100 ming so'm sinab ko'radi. Qo'yib ko'radi. Keyin sразу korpusini kiritib olishadi shular. Sразу kiritib olishadi. Uzoqqa borishadimi-ki? Uzoqqa 100 ming turadi. Chiqarishni bosib qo'yishadi. Bizga ko'rinib turadi. Chiqarishni nimaga bosyapti deysiz. Deb so'raymiz. Sinab ko'rishdi. Bo'ldi, qaytarib berdi. Bo'ldi, sizlarga ishondim deyib tashlaydi. Nima unaqa qilyapti mijoz? Shu o'ylab ko'rganmisiz? Sразу qaytarib olib, siz bilan dalsha ketmayapti. Sinab ko'ryapti-da, chunki Xo'p, sinab ko'rdi. Nega sinab ko'rib ham davom etmayapti siz bilan? Yo, u ishini chiqaradi, keyin kattaroq summa kiritadi demoqchimiz. Nimaga qaytarib olyapsiz deb so'raymiz. Keyin so'ragandan keyin sababini aytadi. E'tiroz bilan ishlaymiz-da. Nima uchun masalabdan chiqara olmoqchisiz? Desa bo'ladimi deydi. Keyin aytadi. Menda misol uchun qiyinchilik bo'lib qoldi, shunga chiqarmoqchiman. Keyin biz aytamiz. Endi kirgizib borasizmi? O'zi to'g'ri keldimi bizning kompaniya deymiz. Ha, albatta to'g'ri keldi. Xudo xohlasa yana imkoniyat bo'lsa kirgizaman deyishadi. Keyin qanchadan keyin shu insonga aloqaga chiqasizlar? Har bir oyda bir marta. Yo'q, har bir oyda bir marta telefon qilasizlar. Ko'p. Juda ham ko'p. Ko'p. Qilmaymiz даже. Qaranglar, sotuvda mana qarang, bugun siz bilan ko'rishdikda, bir oydan keyin siz bilan yana bir marta ko'rishyapman. Nima deb o'ylaysiz? 2 oydan keyin siz bilan yaqin bo'lib ketamanmi? Ну да, endi u qarang, investorlarimiz bor. Misol uchun mayda summalar bo'lsa, ular bilan ko'p gaplashmaymiz. Nu, siz aytayotganingizdek, yaqin Telegramda bor, shunaqa investorlarimiz, ular bilan har kuni gaplashamiz. Har kuni. Qilamiz, katta summalar. Misol uchun mana shu anaqani qo'ymoqchiman, nima deysiz? O'sha bizlar maslahat so'raydi. Qaysi firmaga maslahat berasiz, qaysi biriga qo'yishni? Keyin biz aytamiz. Mana bunga bu oy qo'ying, mana bunga keyingi oy qo'ying, biz o'sha maslahat. Nechta shunaqa mijozingiz bor? Bor, 100 tadan oshiq. Gaplashib turadiganimiz. Kontakt. O'zimizga alohida qo'ygan ba'zan Telegramga. Yaxshi. Telegramdan, lekin shaxsiydan o'zimizdan Telegramdan investorlar bilan gaplashamiz. O'sha yerda aytishamiz, misol uchun. Mana ba'zi investorlarimiz bor. Ziyoda, men bugun shu kirgizmoqchiman, aloqaga chiqsangiz, yordam bersangiz, o'rgatib tursangiz, qanaqa kirgizishni, keyin birgalikda kiritamiz. Ziyoda, siz eski mijozlar bilan ko'proq ishlaysizmi? Shu 400 ta bazadagi yangilar bilan ko'proq ishlaysizmi? Eski bilan ham ko'proq ishlaymiz, yangi bilan ham. Balans. Yo'q, mana 50-50 chunki yo'q, to'xta, 50-50 bo'lmaydi hech qachon. Hech qachon 50-50 bo'lmaydi. Ishonmayman. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Men просто shunaqa. Chunki biz obedgacha yengillikda ishlaymiz. Obeddan keyin eski podmetlarga o'sha pul kitgan готов. eski litlarga nechtasiga bir kunda javob berasizlar? Yangisiga nechta javob berasizlar? 40 ta qo'yganmiz. Yukida 60 ta. Har xil. Mana ko'rdinglar? Men nimaga uni aytmoqman? Bizada sovuq masalan, agar mijozlar bilan gaplashadigan bo'lsak, qaranglar. Hech qachon bittada sizlar uni o'zinglarniki qilib ola olmaysizlar. Chunki odamdan sotuv narsa oladi-da. Faqat siz bitta insonga narsa sotguningizcha unga ishonch kerak bo'ladi. U o'sha narsada kuzatish kerak va hokazo. Bittadan 12 marta sotuv qilganingizda natijalarni olasiz mijozinglardan. Ko'p sotuvchilar mana 1, 2, 3 ta bo'ldi deydi. Meniki emas deydi o'sha. O'sha sразу yangi mijozga o'tib ketadi. Qanchalik siz mijozingiz olmayotgan mijozingiz bilan ko'proq ishlasangiz, shunchalik sizni o'sishingiz kuchliroq bo'ladi. Olayotgan mijozlar bilan ishlash oson, u bo'ldi, gaplashdik, oldik, bo'ldi, ketdi. No eng zo'r ustozinglar sizlarni olmayotgan mijozinglar bo'ladi.
Sizlarda men bildimki, baribir ko'proq siz eskilar bilan ishlaysiz. Eskilar yaxshi. Mana shu yerda sizni tanlayotgan hamma taniydi, ko'radi, gaplashasiz va hokazoda. Lekin sizni haqiqiy o'stiradigan odamlar siz notanish odamlaringiz bo'ladi. O'sha narsa ham bor, yigitlar. Xo'p, tak, buni olib tashlaymiz. Tak. Nima bo'ldi? Mayli, ana qilib turamiz. Xo'p, yana qanaqa e'tirozlar bo'ladi sizlarda sotuv jarayonida? Mayli, investitsiya katta turga o'tamiz endi. Lekin aytib qo'ying, sizlarning momoyingiz sinov bilan yopmasliginglar. Sinov bilan yopish bu nima degani? Qaranglar. Mana Javohir biz qanchadan beri tanishmiz? Yozda. Bahordan beri. Xo'p, bahordan beri ekanmiz-da. Qarang. Orada men o'sha korxonaga borib kelgandan keyin necha marta sizga aloqaga chiqdim? Telefonda? 10 ga yaqin chiqdim. Hozir yana oldinglarda turibman. Bu degani, hozir men dars o'tdim-ku, bo'ldi, Javohir bildi-ku, men deb ketmayman. Men dal shu Javohirga yana bosim qilaman. Hozir qilmasam ham 2-3 kundan keyin qilaman. Nimaga? Chunki qanchalik men Javohir doveriyasiga kirsam, shunchalik meni narxim osha boshlaydi. Qiziqtirasizlar, yaxshi. Qaranglar, mayli. Tur paketga o'taylik. Sotgan hamma mijozlarim birinchi sotganlarim juda ham kam. Bitta qo'ng'iroqni sotganlar. Asosiy sababkor sotuvchi Abror Mutarali bo'lgan. Shu inson bo'lganligi uchun sotib olishdi. Oddiy paketlarni qanday sotgan bo'lsam, в течение o'sha 1 oy davomida, ba'zilar bir necha oy davomida, ba'zilar 1 hafta davomida sotuvchi ular meni eslab, men ularni eslab qolganman. O'shaning uchun mendan olishganda bo'lmayman. To'g'ri, ishonchi bo'lgan. Buni qalakan. Shu esda qolish qanday qoldirishni bilmayman. Misol uchun shu esda qoldirishni o'rganib olishim kerak. Etdan saqlab qo'ying deb turib, bu narsani ham qilib ko'rdim. Boshqa narsani ham qilib ko'rdim. Qismim aytdim, do'stona maslahatlar berdim, mana bunaqa narsani qilmanglar deb turib, misol uchun hech kim aytmaydigan narsani aytdim-da, umra masalasi. Lekin baribir kam. Tuganimdan kamroq ancha. Lekin sotganlarimni bir 80% men ularni esda qolganligim uchun sotib olishganman. Boshqa joydan arzonroq chiqqanda mayli. Qimmatroq chiqqanda, yaxshiroq taklif qilganda, lekin umram u Hojimurod bo'lib menga olib keldi. Hojimurod ismingiz? Bizda juda ham ko'plik borki, qiziqib ko'radi prosta. Chunki ko'pda musulmonlar niyat qilib qo'yaveradi, ota-onam jo'natamiz, narx qanaqa ekan, juda ham ko'p. Endi ular halol emas, umraga qiziqadi, bu ishni qanday sotib oladi. Shularga ham misol uchun shuni taktikani o'rganib olsak, misol uchun ertaga bugun bo'lmas, ertaga emas, davom etishimiz. В течение nechidir misol uchun oy bo'lsa, yil bo'lsa, arzon aytadi. Tur paketi nech pul turadi? Minimalnisi. Endi siz o'rgatmaysiz. Xo'p, hozir. 8 ga ham sotgan payt. Keling, menga sotasiz. Menga sotasiz, xo'p. Hojimurodmi ismingiz? Xo'p, qarang, hozirgi eng minimalniy tur paketingiz nech pul? $8 mi? 1100. Xo'p, menga telefon qiling-chi. Assalomu alaykum. Men emas, oyim jo'natmoqchiman. Shu mo'ljallingiz qancha bo'ldi? So'rayotgan sababingiz endi mavsumga qarab narxni o'zgaradi, shuni bir olishim kerak. Mana oyga. Mana shu yaxshi bo'ladi. Dekabr g'alaba saftonlar bo'ladi. Balandroq gapiring. Balki sizlardan oldingi hozir darsimda baland gapirishgan uchun o'rganib qoldimmi? Sal balandroq gapirsangiz. Sherliklari bormi oyisi? Yo'q, o'zlarini jo'natmoqchi edim. Yoshlari qanaqa? 55. 55 yosh ekanlar. Xohlasa qiyinchilikdagi bemalol o'zlari tavob qilib aylanadi. Xo'p, qarang, bizda standart paketim bor, hozir premium ham bor, lekin standart tavsiya qilgan bo'lardim. Birinchi boshlar. Birinchi. Birinchi bu standart tavsiya qilgan bo'lardim, chunki 14 kunga bo'ladi. Standart. Ham 3 mahalla hayot hammasi misol uchun ortiqcha xarajatsiz. Shuni paket sotib. Narxi qancha bo'ladi? Xo'p. Asosiy omil sizga narx qiziqmi yoki sharoit? Chunki men o'zim jo'natyapman. O'zi jo'natyapsiz. Bo'ldi. Demak, ekani paketdan ma'qul keladi. Narxi nech pul? Xo'p, narximiz $1100 bor. Tasavvur qiling, dedim. Demak, siz arzonroq eshitibsiz, to'g'rimi? $8 ga eshitdim.
o'zi asli bu birovni zarariga 800 Hozir tushuntirdim. Men ehtiyojimni o'rganmayapsiz. Xo'p, tushuntirib Bildingizmi? 1200 dan 800 ga tushdim. Demak, meni miyamda katta summa aylanmayapti. Demak, men o'sha mo'ljal qilib qo'yganman. Siz meni eshitmadingiz-ku oxirigacha. Qayerda eshitdim? Men mijozman-ku. Men sizga, qarang, Hojimurod, telefon qilishimdan maqsad muammoyimni hal qilish. Bu masalan muammo deb aytolmayman, lekin muammoyimni hal qilish. Menga hozir oyimni shu oy umriga jo'natmoqchiman. Maqsad qilib qo'yganman. O'zim ham qanchadir pulim bor. O'sha puliga hozir menga qolsa tezroq jo'natsam. Ana, to'xtang. To'xtang. Ko'ndiring meni. Xo'p, mana $8 men deyapman. Mana siz meni olib chiqing $1200 ga. Demak, sizga sharoit muhim emas, faqat narx huzur, to'g'rimi opa? Nimaga? Hamma anaqalarni ko'rib chiqdim o'zim, o'rganib chiqdim. Ona xotinlar ham biladi shunaqalar. Ko'rib bilib olib keyin telefon qiladigan. Chunki har doim narxiga yarasha xizmat olasiz. Nima, siz meni ehtiyojimni o'rganmayapsiz? $800. Savol bering. Siz hozir meni qarang, ignor qilyapsiz. Mana qaranglar. Gapini eshitdinglarmi? 2 marta nima dedi? Siz hozir oxirgi gapingizni qaytaring-da. Demakki, Narxiga yarasha xizmat olasiz. narxiga yarasha xizmat olasiz. Bu mengacha chars qildi-da. Tushunyapsizlarmi? Menga bo'lni bo'lyapti. Balki men katta oylikda balki men va shu kichkina oylikda ishlayman, laborantkadirman-da, balki. Poliklinikada, misol uchun. Men yig'ib qo'yganim oyma-oy pulim shudir-da. Balki men harakat qilsam yana qo'shimcha pul toparman, lekin siz meni hozir shpoq qilib anaqa yopib qo'ydingiz eshigimni. Davay Hojimurod, qani o'ylangchi, meni ehtiyojimni o'rganing. Menga savol bering. Hozir aytdim. Savol berishni bilmasanglar, sotib qilamiz-sizlar. Chunki oyim mana shu oyda ketaman deyaptilar. Demak, biladilar yubormoqchi bo'lganingizni. Ha, oyim o'zi men oyimga aytganman, yuboraman deb. Hop, yig'ib qo'ygan pulingiz necha pul? 800? $800 bor. Hop. Ahamiyat kuzatib turinglar, mana ovoziga, tempiga hop, hozir tahlil qilib beraman. Davayt. Yomon, ko'p o'ylayotgansiz. Men o'zi tez bo'lsam-da, quyon. Hojimurod, bo'lmadi desa, sraz boshqa telefon qaraman. Mijozda ham tez qo'yib olishga harakat qiladi. Bizda esa call time bor. Xo'p. Tez gapirsan, men sekin gapirsam. Xo'p. Mana men oyim jo'nataman. Mana shu oy $8 bor. Davayt, plankamni chiqaring. Xo'p. Siz $800 yuborasiz. Ha. Balki toparsiz qanday paket. Voy, yana anaqa qilyapti, ko'rdinglar? Balki demak siz menga yordam bermaysiz. Bo'ldi, men xayrlashaman, a? Sizni plankingizni chiqarib olmoqchi. Xo'p, qarang, plankamni chiqarayotganingizda, qaranglar. Alternativ degan narsa bor. Eshitganmisizlar? Ha, $1100-chi deb turib. Yo'q, nima bu? Hojimurod, alternativ. Xuddi shunga o'xshash taklif. Yo'q. Alternativ. Negativ holatni pozitivga o'zgartirish. Siz hozir balki toparsiz deyapsiz-da. Menga negativ, meni birinchidan umidimni tushiryapsiz. Siz menga hali hech kim emassiz-ku. Bor, deyman-da, qo'yib qo'yaman. Masalan, menga alternativ variant berishga harakat qiling, pozitiv so'zlar bilan. Yo'q, esa 200 ga. To'xtang. 800 bu meni miyamdagi, lekin miyamni o'stirsa bo'ladi. Bu oy bu to'xtang, mana balki yanvarda meni ko'ndirarsiz, oyimni jo'natishga men sizga 1200 qilib berarman. Oldindan to'lab qo'yarman. Qarang, alternativ deganda biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda bo'ldi, sizga $800 etishgan bo'lsa, qarang, u yerda ham boshqacha narsalar bor. Bizaniki deb olib ketishingiz kerak. Meni o'zingiz tomonga olib ketishingiz kerak. Tasavvurim uyg'oting, chunki qaranglar, umri bu ketiladigan joy, bu kelajak. Kelajakni biz vizualizatsiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Ya'ni Hojimurod uyg'otish kerak. Umriga borganda oyim qanaqa maza qilishlarini, kelganlardan keyin mana qanaqa duo qilishlarini, o'sha yerda men oyim bilan qanaqa gaplashishimni, o'sha narsalarim agar fantaziyam uyg'otsa, balki shu oy o'zida ham men oyim jo'natib yuboraman. Lekin rosa ko'p shpor berib tashladim, boru. Hojimurod. Bu narx ham o'zi bir xil. Xo'p, qarang. Sharoiti bir xilda. Prosta ba'zida joyi to'lmay qoladi. O'shaning uchun shunaqa narxni berib yuborishadi. Masalan, zararga bo'lsa ham aytdimmi, sizga o'zi aslida zarar, shu joyi to'lmaganligi uchun kamroq. Hamma narsa bir xil. Sharoiti ham boshqasi ham, o'sha 1100 bilan.
shu odamlarni siz men bilan sotuv qiling. 800 deganda Sotuv. boshqacha yo'l orqali ko'tarishni o'rgangandim. Xo'p, mana endi boshqachasiga. Mana $800 deyapman. Oyim jo'natishim kerak deyapman. Давайте. Alternativ. Hop. Qarang, $800lik paketim bor. Ularda to'g'ri, narxi arzon bo'ladi. Lekin siz misol uchun ovqatlari bir mahal bo'lishi mumkin. Oningiz yonlariga yana pul berishingizga to'g'ri kelib qoladi. Ular ujin qilishlar kerak, ba'zan ham ibodatga kuch-quvvat bo'lishi kerak-ku. To'g'ri, yo'lga asosan ibodat uchun boriladi. Asosan insonlar shu ertalab chiqib ketib, kechqurun xuftonda qaytadi. Lekin o'sha kuch-quvvat bo'lishi, ibodat qilishlari, sizni duo qilishlari uchun, ertada ko'proq savob ishlashlari uchun, to'g'ri, xatosiz tavof qilish. cho'zilib ketdingiz. Kuch-quvvat kerak. Hop, shuning uchun yanada ko'proq xarajatga chiqasiz $800dan. Chunki yo'lda ovqatlar qimmat. Hop, $800lik paketni mehmonxonalar masofasi uzoq bo'ladi. Shuning uchun ham yana xarajat bo'ladi. Nimaga? Tabiiyki taksiga xarajat bo'ladi. Stop, hozir turing. Mashta Hoji Murod gapirayotganda nima qanaqa miyilida tahlili bo'ldi? Mash aytgan gaplarigacha. Emotsiya bera olmayapti. To'pa-to'g'ri. Bo'lib ketyapti. Qo'pol qilib ketgandi. Lanch. Ishonch bildira olmayapti. Emotsiya bo'lmagan hisobiga ishonch yo'q. Давайте. To'g'ri. Yo'q, qo'shilaman demang. Biz tug'ilgan kunda emasmiz. To'g'risini aytaman. Yomon ko'raman bu so'zni. Azga mijozni ham maqtash bo'lishi kerak. Mijozni savol orqali To'pa-to'g'ri. Umuman ehtiyoj o'rganmayaptilar. savol yo'q. Savol to'pa-to'g'ri, kontrol yo'q. Faqat o'zini to'rt paketini maqtayapti. Faqat maqtayapti. Yaxshi. Kam savol beryapti, shuning hisobiga menimcha sotuv bo'lmaydi. Savol bermayapti. Meni 2 marta ignor qildi telefonda. Men уже xafaman. Endi qaranglar. Ignor. Qaranglar. Mayli. Hoji Murod o'zi undan tashqari boshqalar ham sotuv qilayotganingizda mijozingizni продажаdan tashqari o'zingizlardan nima berasizlar? Bu muhim narsa lekin. Yaxshi. Emotsiya yana, lekin bitta emotsiya berilmaydi. Ishonch, Operator bilan mijoz o'rtasida ishonch ham katta. kontakt yaxshi. Eshitishga harakat qilaman ko'pincha uning problemasini gapiradi. Eshitish yaxshi. Eshitishga harakat qilaman chunki orasida o'sha aytadi anaqasini nima deydi problemasini. Shundan keyin miyamda o'sha yechim izlab qidirib turaman-da. Problemasini aytadi. Yaxshi, yana. Qo'llab-quvvatlash. Yo, Qiymatni ko'rsatib berish. to'pa-to'g'ri. Qiymatni ko'rsatib berish kerak edi. Yana bitta narsa bor. Kayfiyatga da unga qo'shilaman. Mijozni maqtab turish kerak. Servis xizmat qolib ketdi. Servis xizmat deganda bizankilar ko'plar yaxshi, assalomu alaykum, yaxshimisiz degan pozitiv gapirish ham kerak deb o'ylashadi. Yo'q, servis xizmat degani bu mijozga qarang. Tur paketimizni oling-da, men bu summaga masga maksimal qilib beraman. Plus sizga qarang, men bunaqa servis qilib beraman deyish kerak. U servis boshqalarga ham qilib berishingiz mumkin, lekin gapi bor, to'g'ri? Siz uchun qilib beraman desa nima qiladi? Harakat bo'ladi. Hoji Murod, qanaqa savol kelyapti xayolingizga? To'g'ri savol kelyapti. Kelmayaptimi? Nega kelmayapti? Bilmadim. Yaxshi, qaranglar. Keyin siz aytdingiz, qimmat dedingiz, qimmat anaqa sotish qilganda. Qimmat nimaga deyshadi? Chunki siz mahsulotingizni qiymatini ko'rsatib bera olmaysiz. Doim sizlar mahsulotingiz bilan birgalikda mijozga o'zingizlarni ham sotasizlar. Qanaqa sotasizlar? Ya'ni o'zingizlarning kayfiyatingizni sotasizlar, vaqtingizni sotasizlar. Unga masalan kerak bo'lganda qanaqadir eshitish qobiliyatingizni sotasizlar va hokazo. O'sha narsalar bilan agar mahsulotni ham qo'shsangiz, siz bemalol aytasiz, nimaga qimmat deyapsiz? Bilasizmi? Bizda mamnaq foydasi bor. Sizga uni mamnaq tomonlama ketadi. Endi ismingiz nima? Mashira. Xo'p, mana baribir mahsulotingizni qimmat dedim-da. Keling, sizlar bitta sotuv qilib ko'raylik. Ko'ramiz. Nima sotasiz? Quyosh panellari ham tepadagi. Yaxshi, davay. Qani telefon qilingchi menga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Rahmat. Ismingiz nima? Men bu narsadan telefon qildim, quyosh panellari. Ismim Shahnoza. Men ismim Mohira, tanishganimdan xursandman. Necha kilo olmoqchisiz? Bizga raqamingizni qoldirgan ekansiz. Qanaqalari bor sizlarda? Har bittasini tushuntirib bera olasizmi? Bittalar. Biz o'zimizning ishxonamizga qo'ymoqchimiz. Zo'r.
Masalan, hozir qarang, bizda hozir 3 xil panel bor. Jinko, Lonji, Aerosol panellarimiz bor. Sizga aynan qanaqasi kerak hujjat me'mori kerakmi yoki sifat muhim o'rinda turadimi? Yo'q, sifat endi qo'ygandan keyin ancha yil bizga xizmat qilib berish kerak-ku. To'g'ri aytasiz. Bo'lmasa qarang, sizga agar tomizda foydalanish bo'lmasa, Jinko panellari tavsiya qilaman. Ham o'rtacha narxda, unaqa qimmat ham emas, arzon ham emas, o'rtacha narxda. Уже qo'rqitdi. O'rtacha narxdagi Уже qo'rqitdi. jismoniymi, yuridikmi, uch tomonlama. Keyin narxi Bilasizmi siz o'zi? ha. Keyin qarang, narx aytayotganda-chi, mana raqamlar bilan aytishingiz kerak-da. Siz ot do deb aytishingiz kerak. Boshlanadigan narxini, tugalanadigan narxini, o'rtada ham pромежуткада olish mumkinligini aytib ketishingiz kerak edi. Siz уже qimmat dedingiz-da, qimmatga arzonroqga olasiz, qimmat bo'lmaydi dedingiz-ku. Men уже qo'rqdim. Mayli, qanday davom ettiringchi? Endi Jinko panellarimiz sifatli, ya'ni duh storonli bo'ladi, ikki tomonlamali bo'ladi. Uni garantiyalari bor. Sizga Telegram orqali tashlab qo'yaman garantiyalarini. 25 yil 6 yilgacha garantiya beramiz. Nega tashab qo'yasiz, Moshi? Nima deysiz? Nega tashab qo'yasiz? Hozir tashadim, ko'ring deb aytilmaydimi? Telegram orqali tashlab qo'yaman. Ya hozir gaplashib turib Telegramga tashadim, ko'ring demaysizmi? Telegramga chiqmasligi mumkin. Xo'p, o'shani keling, men Telegramingizga hozir tashlasam, bitta ko'rasizmi? Shunga qarab turib, keyin ma'lumot berib ketaman demaysizmi? O'zi umuman. Chunki под вопрос-da men uni ochamanmi, ko'ramanmi, ko'rganimdan keyin menda savol paydo bo'ladi. По-любому rasmlari bilan tashlaysiz, to'g'rimi? Xo'p, endi uni ko'rgandan keyin miyamda savol bo'lgandan keyin siz bilan telefonda gaplashmagandan keyin u savolga men javob topa olmayman. Nima qilaman? Erinchoq-ku odamlar hozir. Prosta bo'ldi, qo'yib qo'yaman. Shuning uchun joyida bosish kerak. Hozir давайте anaqa qiling deb. Agar Telegram chiqmasa, boshqa nomer bo'lishi mumkin, niki bo'lishi mumkin. Zato o'sha mijoz ushlab qolasiz o'zingizda. Xo'p, tashladingiz, Telegram tashab qo'yaman dedingiz. Endi siz necha kilo o'tmoqchisiz asosan? Shu endi o'ylayapmiz-da. Xo'p. Endi ishxonalik uchun tom hisobga olish kerak, qancha kiloda kvadrat metr bo'lishini. Keyin siz ehtiyojingizga qarab qilinadi. Asosan o'sha ishxonaga ishlash uchun. Qarang, sizlar o'zingizlar kelib hammasini o'rnatib ketasizlar. Tekinga. Yo'q, tekinga bo'lmaydi. Uni alohida narxi bo'ladi, servis xizmati. Necha pulga tushadi? Общий hammasi. Общий tartib. Hammasi o'rnatib berishlar. Kilovatiga bizda hozir 10 grid sistema bor, 2 grid sistema bor. Sizga qaysi biri qulay? 10 gridda ma'lumot kelganmizmi? Yo'q, bunisida yo'q. Bunisini eshitmayapman. Bo'lmasam 10 grid sistemada qarang. Bizda quyosh panellari ertalabdan kechqurunga qadar ishlab beradi. Kechqurun davlat elektr ta'minotidan foydalanasiz. Faqat buni davlatga sotsangiz ham bo'ladi, o'zingizdan. Shunaqa yaxshi taraflari bor. Faqat bitta minus tarafi, uni svetisi o'chib qolganda u ham o'chadi. Endi ikkinchi tizim bor, gibrid tizim. Unda akkumulyator qo'shib beradi. Gibrid katta bizga. Akkumulyatorda, ya'ni akkumulyator berilgan tokdan foydalansangiz bo'ladi. Svetisi o'chganda ham boshqa qatordan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Endi bu tizim ozgina narxlari qimmat. Tikada qimmatroq. O'zingizda ekanda, qarang, necha pulga sotasiz, Mohi? Xo'p, endi 10 grid sistemada общий подключение usta xizmati bilan bitiladi. Bizda hozir 3,5 milliondan 5 milliongacha bor. Endi gibrid sistema olaman degan bo'lsangiz 7 milliondan boshlanadi, 10 milliongacha bor. Xo'p, qarang, Mohi, o'zi qaysi birini ko'proq sotasiz? Qanaqa summaga? Ko'proq 10 grid sotiladi. Xo'p, necha pullik summaga sotasiz? Asosan 10 kilovat olishadi, 50 kilovatgacha ko'proq. Endi 10 kilovat 40 million bo'ladi, 50 kilovatga 185 million. Xo'p. 41.848 dollar. Xo'p. Sizga 10 ta mijozingizdan nechtasi qimmat deydi? 10 ta mijozimdan 2 ta uchtasi anaqa to'xtaydi. Xo'p, mana shu 41 minglik pul agar primoy sotuvdan sizni cho'ntagingizga tushsa, siz uni nimalarga ishlatasiz? Yoshingiz nechida? A? 26 da. Xo'p, o'shancha pul cho'ntagingizda turibdi. Nimalarga ishlatasiz? Har xil kurslarga ishlataman, misol uchun kitoblarga, o'zimni rivojlantirish uchun asosan. Xo'p, o'zingizni rivojlantirish uchun har xil kurslarga bir oyda nechta kurs yozilishingiz mumkin shuncha puldan kelib chiqib? Bir oyda emas.
Endi qaranglar, nima deb o'ylaysizlar? Bir oyda 2-3 kursda o'qisangiz, miya qanaqa bo'ladi? Ya, miya-ku bu. Miya bekordan-bekor bizning tepamizda emas. Anaqangizga bog'liqda, kursga bog'liq. Misol uchun, agar siz jismoniy harakatli kurs bo'lsa, Umstvenniy kurs olmoqchisiz-ku. Mashinasi ko'rib turibman, o'qiydigan, kitob yaxshi ko'radigan qiz ekansiz. Umstvenniy kurs sotib olmoqchisiz, to'g'rimi? Xo'p, hammasini faqat bilimga tikasizmi? yo'q. Xo'p, kurslarga keyin Keyin alohida o'sha sadaqaga ajratish mumkin. nimaga? Ibodat maqsadida o'sha kimgadir. Xo'p, to'xta, ehsonga. Xo'p, Keyin ota-onamga shu muhimini hozir umra paket umraga jo'natish mumkin. yana qoldimi ostatka? Yana qoldimi pulni ostatka? Keyinchi yana? Yana ehtiyojlarimga sarflayman. Keyin o'sha o'zim olmoqchi bo'lgan narsalarimni olish mumkin. Eng masalan, hozir oldingizga birinchi qo'ygan maqsadingiz nima? Ilm olish. A? Ilm olish. Xo'p, ilm olish. Maksimal darajada ilmga necha pul tika olasiz? Maksimal darajada. Bir oy uchunmi yo? Bir oylik qo'lingizda turibdi-ku pul. Tasavvur qiling, tasavvur qilmadingiz hali. Boshqa bitta narsa aytaymi? Pul ishlatishni bilmaysiz. Tan olish kerak. Pul ishlatishni bilmaysiz. Keyin sizning miyangizda bunaqa summa aylamayapti. Siz mayli 20 millionlik, 40 millionlik kurs o'qimaysizmi? Undan ortib, masalan, agar ehson qilmoqchi bo'lsangiz, ota-onangizga sarflamoqchi bo'lsangiz, siz pulni o'zingizga ishlatishni bilmaysiz. Men bu bilan ota-onaga hech narsa qilish kerak demoqchi emasman. O'z umuman aytmoqchiman. Tushuntira oldimmi? Agar sizni miyangizda katta summa aylanmasa, katta chekka chiqa olmaysiz. Shuning uchun bizda sotuvchilar doim oddiy sotuvchi bilan prof sotuvchiga ajraladi. Professional sotuvchiga aylanadi. Professional sotuvchi bilan oddiy sotuvchining farqi shundaki, oddiy doim chegirmada sotadi, arzonroqga sotadi, sezonida sotadi. O'zi sezon degan narsa yo'q, sotuvda hech qachon yo'q, bilib qo'yinglar, hech qachon bo'lmagan ham. Sezonida sotadi. Yozda вообще-то dublyonkalar nimaga Abu Sahiga boring, kurtkalar sotiladi, etik sotiladi, shuba sotiladi deb aytishadi. Lekin shunda ham ustida summasi bo'ladi ularning. Aksiya qo'yib qo'ysa ham, o'sha yerda ham o'zini puli bo'ladi. Bular katta risk qilmaydi. Bular qo'rqoqlar. Chunki bularda qanaqadir qo'rquv bor, pul ushashdan qo'rquv bormi, pul ushaganda quturib ketishdan qo'rquv bormi va hokazo. Prof sotuvchida majburiyat bor. Buni qorni och qolgan, qo'pol qilib aytganda, bu sog'lig'idan ayrilgan, dori olmoqchi bo'lgan, nimadir qilmoqchi bo'lgan, qila olmagan, muammosi bo'lgan, muammosining yechimini chiqara olmagan. Kimdandir kutgan, javob kelmagan. Shunda u nima qiladi? O'zim ekanman deydi, prof bo'lib sotishga harakat qiladi. Bu har oy o'z ustida ishlaydi. To'g'ri, ilm oladi va hokazo narsa qiladi, lekin ilmga chuqurlashib ketdi. Men ko'raman, siz ilmli qizsiz. Bu zo'r. Ilmni katta qilganingiz bilan sizda perfeksionizm kuchayib ketadi. Masalan, bitta kitobni o'qib turib, uni kimgadir gapirmasdan, amaliyotda qo'llamasdan ikkinchi kitobga o'tsangiz, siz juda ham aqlli bo'lib qolasizlar. Aqlli sotuvchi hech kimga yoqmaydi, chunki ona xotindek ko'rinadi bizga. Ya'ni perfeksionizm bu nima? Ko'p narsani bilib olamiz-da, lekin keyin uni amaliyotda qo'llashga o'zimiz uyalamiz. Chunki men miyamda bilaman-ku, zo'r qilishim kerakligini, amaliyotda qila olmasam-chi. Shuning uchun gapirib o'tib ketaman. Bir xil aytadi-ku, qo'rqoqsan, oldingda bitta kuchi o'tsa o'zi qo'rqib ketasan deyshadi-ku, lekin rosa karillab gapirasan. Xuddi shunaqa narsa. Bu narsani yo'qotish kerak. Buni yo'qotmasangiz, e'tirozlaringiz bilan ishlay olmaysiz. Xo'p, davaychi bunday qilamiz. O'zi kelinglar, hammanglar qilinglar. Hammanglar daftar ko'rvaman. Hayotingizda sizlarga yaqin bo'lgan 15 ta odamni yozinglar. Faqat o'tga anaqa nima edi, kichkina maktabda, bog'chada o'qiydigan uka, singil janli kirmaydi. Farzandingiz bor sizni, farzand kirmaydi. 15 ta, qaranglar, 15 ta sizlarga yaqin bo'lgan odamlarni yozinglar. 15 ta. Hay, yigitni gul, shuni oyna eshikni ochib yuboring. Mamut qizlarcha lanchlashdi-da уже. Chiqadi, chiqmasa chiqarish kerak. Yoshingiz nechida? 18 da. Xo'p, ismingiz nima?
Muazzam qarang, 18 yillik tajribangiz bo'lib turib, 15 ta odamni chiqara olmaysizmi? Davayt, qop chiqadi, harakat qilsangiz chiqadi. Agar 18 yoshingizda 15 ta yaqin insoningiz bo'lmasa, bu muammo. Chunki introvert bo'lyapsiz sotuvchilikda. Sotuvda biz doim ekstrovert bo'lishimiz kerak. Shunday yozib ketamiz. Ha, uzun. Yo'q, qaranglar. 15 ta odaminglarni mana bunaqa ketma-ketlikda yozib ketinglar, xo'p? Men chunki narsa yozasizlar, 15 ta odam. Ota-ona kiradi. Hamma kiradi, bog'cha maktab kirmaydi faqat. Kiradi. Kiradi. Bog'cha maktab kirmaydi faqat. 6 ta yo'q, bo'lmaydi. Mumkin emas. Necha yoshsiz? 17 misiz? Yozing unda maktabdagi o'rtoqlaringizni. Yozing, sizga ruxsat beraman. Yigitlar nima qiling, oldinglarga boringmi? A? Bittasi 15 marta yozdi. Uzun o'rgili, yo'q bo'lmaydi. Давайте. Hozir sharmanda qilaman. Necha yoshsiz? Chunki hayot davomida mana shu odamlarni saralab bo'lganman. Saralab bo'lganmisiz? Hozir nechta chiqdi? Mana shu uzoq 10 Bo'ldi, 10 ta yozing. Nechta chiqdi? Yo'q, qizlar, qaranglar, qizlar, bolalar. Hozir sizlarda ozgina mana qaranglar. Shuncha chiqdi, chiqmaydi. Maktabdagi men saralaganman do'st. Bular hammasi o'zingizga qo'ygan e'tirozinglar, menga emas. Menga emas. qo'lingizga cho'zganingizda qo'lini olganlar siz uchun yaqin odam hisoblanmaydi. Xo'p, qarang. Давайте unda qolgan 5 tasiga tanishlarni yozasiz, xo'p? Tanishlarni. Sizlarni o'sha bu yoshingizda, bu davringizda 15 tadan ko'p odam bo'lishi. Men atigi 15 tasini aytdim faqat. Atigi. Nechta chiqyapti? Rasa kuzatish yaxshi ko'rar ekansiz. Kuzatib bitada kamonda paq deb otasiz. Ismingiz nima? Zuhriddin. Ha, ovozingiz ham shunga boryapti. Liderlik qobiliyati bor. Mana shu Zuhriddinni hammanglar ko'rganmisizlar? Bunday yuzingizni orqaga bundoq qilib bering-da, bolalarga. Ko'rasizlar qoshini qanaqaligini? Liderlik qobiliyati bor bu bola. A? Shogirdimiz deb Qarashi qattiqda. Demak, anaqa sotuvni bemalol hissiyotsiz qila olasiz. Bir kunda bir mahal ovqat yeysiz ham bo'laveradi sizga. Unaqa ko'p ovqat yemaysiz chunki. Necha yoshsiz? 18. Voy, aytgancha. Qani tutyapsizmi? Yozdinglarmi? Yoztiringlar. Tutyapsizmi aytgancha? Qani bering bitta o'shay. Koja deganmiz. Men bilan ulutchatsa bor. Buni qolgani qani? Kapshila bo'z tutmasdan kart holderni tutaman. Voy, aytganingiz kart holder boshqachasini berardim. Kart holder bormi deganingiz o'shani ko'rsatgan. Kart holderim unda yo'q qolmaganda. Eksport chiqib ketdi. Hojimurod bilan boya gaplashdingiz-ku. 800 mingdan 1100 ga chiqarish kerak edi-ku. Qanday chiqarish kerak shuni? Ha, hozir tushuntiraman. Ha, hozir chiqaraman. Mana-chi, qaranglar, mana bunaqa narsada sotuvda. Holimiz ham yo'qmi? Biz har xil mijozlar bilan gaplashamiz. Ismingiz nima edi? Jasmina, chiroylisim ekan. Qarang, har xil mijoz bilan gaplashganimizda kimdir masalan o'ziga bo'lgan samatsenkasi past bo'ladi. Kimdir masalan katta summaga narsa olib o'rganmagan bo'ladi. Kimdir takka katta summani ketkazadi. Ras gaplashayotgan paytingizda, voy, qimmat ekan, bu deyaptimi? Demak, katta pulga yashamaydigan odam. Lekin siz harakat qilib ko'rasiz, uni ehtiyojini o'rganib, sinovli yopib, agar men sizga men servislari bilan qo'shimcha narsalarni qo'shib bersam, men shu $8 yana $400 qo'shib yubora olasizmi deysiz. Kim? Menga oddiy paket kerak. Nima bo'lsa ham shuncha bo'lishi kerak.
mana qarang, u yopiq gapiryapti. Menga oddiy paket kerak, nima bo'lsa ham shuncha bo'lishi kerak. Shuning uchun siz uni ichini ochasiz. Xo'p, men tushundim, sizga mana shu oddiy paketga qo'shimcha narsalar qo'shib beraman, lekin shu qo'shimcha qo'shayotganimda ham pul tushadi. Masalan, summasi ko'tariladi, yana maksimal sizga narxini qilib beraman. Ola olasizmi deysiz. Agar men bilmasam, o'ylab ko'rishim kerak, u bu deydigan bo'lsa, sразу aytishingiz kerak. Sitora, o'zi mana pulingizdan tashqari kimdandir pul ola olasizmi yoki men bu oylik tushganda boqliroq qilib to'g'rila olasizmi deb. Meni sinovli olib ko'ring. Meni o'zi undan qo'shimcha pulim bormi? Qayerdandir pul topa olmaymanmi? Agar men shunga sal moyilroq gap gapirsam, men o'shasangiz bo'ladi. Ertaga menga bosib telefon qilsangiz, men topib beraman u pulni sizga. Hozir lekin bilmasam, chiqmasa kerak, u bu deyaptimi? Bo'ldi, u insonni plankasi hali yetib kelmagan siz berayotgan summangizga. Xohlasangiz uni oyma-oy bosim qilib, algoritm ketma-ketlikda bir 2-3 oydan keyin o'sha 1200 ga sotib olish mumkin sizdan. Tushuntira oldimmi? Bittada ko'tarishchi. Bittada endi bola bittada yurib ketmaganda shunisi ham bor bizda. Endi shuncha yildan beri, допустим, agar 25 yosh bo'lsam-da, mana 30 yosh bo'ling. 30 yoshda endi oyima $8 jo'natmoqchi bo'lsam, men bittada u summani chiqara olmayman. O'zi 30 yoshda $8 berib yubormayman-ku. Qanaqa chiqaraman sizga? O'shanisi bor. Hozir buni tushuntirib beraman, xo'p, sizga. Chuqurroq qilib. Men sizga qavanish kurashmani bo'yicha ishlayman. Bizlar ko'proq erkak mana bu shularni ishlaymiz-da, biznes shunaqa bilan shug'ullanadiganlar. Telefon bilan ko'proq agressiv muomala qilishadi. Agressiv muomala qilishadimi? Siz hozir undan oldin Kamola nima dedingiz? Biznesmenlar bilan ishlaysizmi? Biznes kattaroq nima? Давайте. Yozamiz. Biznesmenlarni o'rganamiz. Bizneslar deb. Xo'p, biznes odamlari qanaqa bo'ladi? To'ppa-to'g'ri. Ular tez gapiradi, tez yeydi ovqatini. Shoshiluvchan bo'ladi biznes egalari. Nimaga? Ularning miyasida qanchadir yosh bor-da, o'sha yoshgacha bular qilib olish kerak bo'lgan vazifalar bor. O'shaning ichida ular tez erishmoqchi bo'ladi. Lekin bu ham o'zi to'g'ri emas. Yana Tezligidan ma'lumot berishi ham даже eshitishmaydi-da oxirigacha. Xo'p, ularda yana O'chiradi, shuni qizil bo'lsa, o'sha vaqt qanday ushlab qolsak bo'ladi o'sha odam. sizlarda aniqlik yo'q. Gapirayotgan gapingizda boshida aniqlik bilan boshlaysizlar. Keyin sizlar erkaklar bilan gaplashasizlar. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, ozgincha ovozinglarni shirali qilishinglar kerak. Ya'ni jarangdorroq bo'lish kerak. Oddiy masalan, alo deydigan ovozimiz bor yoki sajroni, alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz deydigan ovoz bor. Telefonda agar gaplashayotganda ovozingizni eshitib, kayfiyati ko'tarilsa, u dalish eshitadi. Ikkita gap gapiringda savol berib, kontrolni qo'lga oling. Sizlar ma'lumot berasizlar. Biznesmenlar sizlar uchun-da, qo'pol qilib aytganda, emas, u ham odam, uni ham organlar bor, tabiiy. Yuragi to'xtab qolishi mumkin, qorni ochib qolishi mumkin. Xullas, deb qaramangda, bu inson meni hozir mahsulotimga muhtoj deb qarang. O'shanda siz unga bemalol erkin gapira olasiz. Tez gapiring yoki tashab qo'ying deganda siz bemalol ayta olasiz. Siz o'zingiz nomeringizni qoldirgansiz, siz o'zingiz bizga hozir muammongiz bilan chiqyapsiz-da, qanaqa men sizga katta ma'lumotni tezlikda javob beraman deyish kerak. Menga ayting, soat nechida vaqtingiz bo'ladi? Men o'sha vaqtda telefon qilaydi, ma'lumotni to'liq qilib bering. Kerak emasligini vaqtingizni tez ajratib, o'zingiz bilib olasiz deysiz. Bo'ldi? Dangallik yo'q, qo'rqoqlik bor. Ular ham odam. Keyin ular sizni ko'rishmayapti. Biznesmenga savol. Yarim soatlab qolib ketamiz gaplashib. Biznesmen shunaqangi savol berishadi. Chunki kuchingiz sug'uryapti-da, siz ham unga anaqa kuchingizni berib, ma'lumotingizni berasiz. Biz anaqasini farqlab berishimiz kerak. Qaysidan foyda ko'proq? Yo, men uylab qo'yganim yaxshimi deyapti-yu, sizlarga qilgan. U biznesmen emas. Biznesmen hech qachon sizga telefon qilib, nimaga investitsiya qilishni so'ramaydi. Lekin bilmaydi, biznesmen nima? Yo'q. Sizlar bitta biznes o'qib chiqinglar. Biznesmenlar bor, tadbirkorlar bor, investorlar bor. Bitta ajratib chiqinglar farqini. O'shanda bilib olasizlar. Xo'p, yozib bo'ldinglarmi hammanglar? Tak, yozib bo'lgan bo'lsanglar, endi qaranglar, bu insonlar 3 ga bo'lasizlar. Xo'p, minus qo'shuv teng. Agar misol uchun Ziyodani yozgan odamlarning ichida tam minusli odam bo'lsa, men siz o'rtog'ingizman-da, siz menga mehr berasiz, e'tibor berasiz, kerak bo'lsa qarz berasiz, kerak bo'lsa motivatsiya berasiz, yigitim tashab ketsa, kelib meni podдержка qilib qornim ham to'g'izib qo'yasiz. Lekin shunga yarasha sizda biron bir muammo bo'lsa yoki nimadir bo'lib telefon qilsiz, men siz bironta gapingizni eshitmasam, minus qo'yasiz menga. Endi agar
sizda muammo bo'lsa-da, допустим, mendagi holat sizda, men sizga kayfiyat bersam, emotsiya bersam, поддержка bersam, nimadir bersam, mendan foyda bor ekan, plus qo'yasiz. Xo'p, uchinchisi, siz hozir qanaqa yashayotgan bo'lsangiz, masalan, nimadir xohlayapsiz, lekin shu o'ylanib yurasiz. Men ham o'rtog'ingiz xuddi shunaqa holatda bo'lsa, menga teng qo'yasiz. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa qilib bajarasizlar. Boshqatdan tushuntirib bering? Xo'p, teng bu, qarang, siz bilan o'sha spiskada yozgan odamlaringiz bir ikkitasi xuddi sizdagi holatda bo'lsa, teng qo'yasiz. Plus sizga kayfiyat bersa, emotsiya bersa, duo qilsa, ishlaringiz rivojida motivatsiyalar berib tashlasa, ishingiz yurib, osmonga uchib ketayotgan bo'lsangiz, plus qo'yasiz. Biz bir-birimizga motivatsiya beradiganlarmiz. Meni hamma qo'llaydiganlar. Bular ham meni ichimga qaramoqlar qo'ygan. Ajratib chiqing. Ismingiz nima edi? Dilbar. Dilbar, rosa o'zi ishonuvchan qiz ekansiz. Rosa hayotda dakka yegan ekansiz. Yo'q, bu yerda yoshlikda emas. Qarang, lekin bularning hammasi ham sizga, mana keling Dilbar aytaman. Hammasi ham sizga plusga ishlamaydi. O'ylab ko'ring. Plusdan tashqari tengi bo'lishi mumkin, minus bo'lmasa. Yo'q. Bitta qilib oldingizmi? Xos. Tak, nechta chiqdi? Plusmi? Plus, minus teng nechta chiqdi? Menga qaranglar. Men bu daftaringlarni tekshirmayman. Ochasiz yetib qo'ying. Qilayotgan bo'lsanglar, o'zinglar uchun qilyapsizlar. Yaxshi. O'zinglar uchun qilyapsizlar, keyin bu narsa nimagaligini keyin tushunib olasizlar. O'zinglar uchun o't rost qilinglar. Minus, plus teng qilib. 7 ta plus 4 ta teng 2 ta minus. Yaxshi. Endi 15 tadan qaysi birlari sizga juda ham yaqin? Plus minusiga ahamiyat bermaydi, bir dumaloq qilib chiqing. Men 1, 2 qilib yozgansiz-ku, shularni doq qilib chiqing. Qaysi birlari sizga juda ham yaqin bo'lsa, 7 tasini. Qildingizmi? Nechta chiqdi? A? Yaxshi, kimga yaldavos, menimi, o'zingizmi? Menga qilayotganingiz lekin muhim emas. Xo'p, yaxshi, unda ochingda o'ylab ko'ring. Kimlardan qanaqa plus taraflama motivatsiya olasizlar? Kimdandir pul olayotgan bo'lasizlar, kimdandir rostdan mehr olayotgan bo'lasizlar, kimdandir qanaqadir ruhiy kayfiyat olayotgan bo'lasizlar. O'ylab chiqinglar. Eti. Xos. 15 ta odamdan eng yaqin bo'lgan sizlarga odamdan ajrataylik. Kam 7 ta chiqish kerak. 5 ta plus 10 ta bor. Kulgili. Hojimora juda kulgili. Va ha qilib momentlarim, presslarim orib ketdi kulurganimdan. Chiqdimi? 6 ta yaqin odamim, 5 ta plus, 6 ta minus, 5 ta. Yaxshi. Nechta minus chiqdi, Jasmina? 2 ta. Sizda-chi? O'ylang. Chiqmadi. Ujus. Chiqish kerak edi. 6 ta minus. Bitta minus. Ideal. Hayot ideal bo'ladi. Bitta. 5 ta. 2 ta. Nechta? 4 ta. 4 ta. Ha? Bitta. 2 ta. 4 ta. Minus. 2 ta. Bitta. Minus yo'q. Hoy, yigitlar, sizlarda-chi? Nechta minus chiqdi? Bitta minus. Voy, endi chiqdi minus. Rostda? Yaxshi, nechta minus chiqdi? 4 ta. 2 ta. Savol. Sizlarga hech narsa bermayotgan odam aka nima qilyapti sizlarning spiskanglarda? Majburiyatimiz bo'lganligidan. Majburiyat. Jan ukammi deyman, majburiyat. Yaxshi narsa bermayapti emasmi? Beradi, Kam. Maslahat beraman. Mana shu odaminglarni bu odam hayotingizdan chiqib ketmaydi. Meylidagi spiska qildinglar-ku, o'shaning o'rniga boshqa odamlarni qo'yib qo'yishim. O'z boshda to'g'ri. Qaranglar. Xos, to'xtanglar. Ismingiz nima edi? Maftuna. Maftuna aytdilarki, boshqa odam bo'lmasa-chi dedilar. Bizi mana yaqin o'rtog'ingiz bormi Maftuna? Xo'p, necha yildan beri o'rtoqsizlar? A? Yo'qmi?
Yo'q, momo ekan. Endi qarang, hech qachon biz bittada kimdir bilan yaqin bo'lib ketmaymiz. Masalan, tanishayotganda ham bizga qanday vaqt kerak bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi sotuvga o'xshab turib, xuddi shunaqa hayotinglardagi minus odamni plusga aylantirishda ham vaqtingiz ketadi. Agar sizlarda minus odamlar bo'layotgan bo'lsa, tabriklayman, sizlarni hozir rivojlanishingizga ham ta'sir qilayotgan odamlar bular. Shuning uchun ularni olib tashlash kerak. Ular kerak emas sizlarga. Bu degani aniq qarindoshchilik o'ladi, yo'qoladi degani emas. Prosta bu inson o'rniga sizlarga motivatsiya beradigan odam kelsa yaxshi emasmi? Sizlarni qo'llab-quvvatlaydigan, sizlarga ishonadigan odam kelsa yaxshi emasmi? Chiqarib tashlanglar. Yana bitta qizig'ini qilaman. Hojimurodga vashi yoqib tushadi hozir. Har birini bir oyda topadigan pulini yozinglar. Va yo'q, ishlamaydi desanglar, yaxshi, unda ketkazadigan pulini yozinglar bir oyda. Hammasini. 15 ta bilmayman deyishlar mumkin, taxminan. Taxminan. A? Bir oyda ketkazadigan puli. Bir oyda ketkazadigan puli yoki bir oyda topadigan puli. Davayt. Undan ham qiziq bo'ladi hozir. Javohir, men bola qanchadan beri ishlaydi? Kim? Yaqinda keldi. Qancha bo'ldi? Bir oy oldin narsa sotganmisiz? Nima sotgansiz? Kargoda o'zim ochib ishlagan. Mana shu bola yaxshi ushlasangiz bo'ladi lekin. Bular o'zi yaxshi ishlagan. Qimmat sotuvchi mana shu bola. Qimmat sotuvchi. Imanli ishchilar. Qimmat sotuvchi. Ya o'zi biza komandaga ham bolalarimiz a. Xo'p, chiqyaptimi? Приблизительно narx, summa kerak menga. Javohir shu yerda ham biznes qilasizmi? Xazinlik qo'yib qo'yibsizlar. Qo'yin qoladi. Bitta anaqami? Nima edi? Kipaymi? Kis qo'yim bor, sotsangiz bo'ladi. Yo'q, kipay qo'yib qo'yibsizlar-ku. Продажasiga qarab beriladi. Qo'yin tanga, o'shanga sotib oladi. Yaxshi. Pulga sotib oladi. Xo'p, chiqyaptimi? Tak, mengacha sizni summangiz qiziq. Ismingiz nima? Nargiza. Siz opitni anaqasizda, men ko'ryapman. O'sha o'tirishingiz, ko'rinishingiz chiqdimi hammasining summasi? Eng katta summa nechta pul chiqdi? 20 million chiqdi. Xo'p, nechta odam yozdingiz? 15 ta yozdingiz. Xo'p. Bir oyda nechta pul topasiz? 5 million topasiz. Eng ko'pi 5. Yaxshi. Tak. Xo'p, yana kim yozib bo'ldi? Hozir aytaman. Nima sotasiz? Umra safar sotasizmi? Eng qimmat turinglar necha pul? Eng qimmati Kamforda 2100. 2100. Eng arzoni? 1100. 1100. Siz necha pulga sotasiz? 1100 sotasizmi? Kamfort chunki olishmaydi. Qimmatlik qiladi mijozlar. Qaranglar. Anaqa bor. Najot turi bilasizlarmi? O'sha Najot turda yozda dars bergan bo'lsam, bitta Umidopa degan anaqasi bor. Sotuvchisi bor, 35 yoshli ayol. Bitta o'sha ayol eng qimmat turi sota olardi. Nimaga? U ham mandarindan o'tganda, mandarindan bu yoqqa olib kelib olishgan. Lekin qolgan 8 ta qizi umuman sota olmasdi. Savol, nimada polis, nimaga u ayol sotib, boshqalari sota olmasdi? Chunki unda fiksa narx yo'q-da, boshqalarda fiksa narx Yo'q. miyasida. To'xtang. 20 millionlik topadigan odamingiz bo'lsa, bir oyda 5 million topadigan bo'lsangiz, siz o'zingizga bir oyda ruxsat berasiz 1 million с чем-то pul ishlatishga. Siz ismingiz nima edi? Nargiza. Bu meniki emas, bu hisob kitobda chiqqan raqam. Hisob kitobda 1 million 333 ming chiqdi.
eng arzon masalan 1100 sotib olsizmi, siz aytolmayman-ku, planka yetib bormayapti u narsaga. Savol, nimaga sizdan komfortni sotib olishmaydi? Nima uchun? Qaysi minus jihatingiz borki sotib olishmaydi deb o'ylaysiz? Bu bo'lishi mumkin, menda ham bo'lib turadi lekin. Korxonaga borib darsimni o'tib, o'zimni paketimni aytganimda, voy qimmat deganda, to'xta, tushunmadim, nimasi qimmat deb gapirib ketaman-da. Nima uchun sizdan eng o'sha qimmat komfort anaqani turi sotib olishmaydi? Qanaqa minusingiz bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring. Bu norma narsa, chunki shunga qarab turib biz o'samiz. Hop, tojiklar bilan ishlayman. Tojikistonliklar bilan umra paket sotamiz. Masalan, ularga aytaman, komfort paket o'zim so'raydi. Komfort paket kerak, yaqin gostinitsa, shunaqa sharoitlar zo'r bo'lsin deydi. Hop, aytgandan keyin o'sha rozi, narxni eshitgandan keyin bo'ldi to'xtaydi. Yo'q, vaqt qimmatlatyapsan, undan ko'ra shu standart olganim yaxshi. Standartni ham keyin yana 1100 dan ham tushirib berishni ko'proq xohlashadi. Hop, qarang, qimmat ekan degani nima deysiz? Nimaga qimmat chiqyapti? Boshqa firmalardan ko'ra arzonroq bo'lishi kerak, o'zlariniki Toshkentdan shunaqa paket chiqayotgan deydi. O'sha paytda biz puliga yarasha xizmat ko'rsatish qilamiz, gostinitsa yaqin bo'lyapti, narxi qimmatlashadi baribir. Siz talab qilayotgan shart-sharoit qilib beryapmiz, shunga yarasha narxi ham paketda o'zi qimmat chiqadi deb e'tiroz. Yaxshi, qarang, bu gapingiz yoqdi. Endi o'zi miyangizda qanaqa insonlikka sotuv qilish xohlaysiz? Oddiy insonligami? Yoki masalan qanaqadir hayotda statusi bor insonlarmi yoki katta lavozimda ishlaydigan insonlarmi? Ha, qizlar yaxshilab o'ylab ko'ringlar nima deganimni. Sizlar rahbarlarga sotyapsizlar. Sizlarning qo'lingizda pul bilasizlar, gir aylanishi kerak. Gir aylanishi kerak. Chunki sizlar agar oliydan oliyga sotayotgan inson bo'lsa, xuddi sizlarning narsalarni olish juda ham qiyin bo'ladi. O'ylab ko'ring. Unda shunga stremиться qiling. Hozir unaqada emassiz, bildingiz, lekin shunaqaga stremиться qilishingiz kerak. Bu vizualizatsiyalar. Jon Kexa degan olim bor. Endi olim desam bo'ladi. Eshitganmisizlar? O'qigansizlar-ku, vizualizatsiya kitobi bor. Men rosa yaxshi ko'raman shu insonni. O'qigansiz shu kitobni? Maslahat beraman, Jon Kexa Ong osti degan kitobni o'qishi faqat na ruskom. Nimaga? Подсознание может все deganda. Подсознание. Nimaga? Chunki bizda o'zbek tiliga unaqa wow перевод qilinmagan. To'g'risini aytaman. Rus tilidan angliyskidan rus tiliga yaxshi перевод qilingan. Keyin savdogarlar ustozi degan kitob kim o'qigan? Jim o'tiribdilar. Hammamiz yozamiz, savdogarlar ustozi degan kitobni o'qiymiz. Ikkita chastli. Bittachasini o'zida miyili mazza qiladi. Давайте. Savdogarlar, xolisiz Ziyodaxon, siz naushnikda eshiting. Chunki qancha gapirmay siz o'zingizkini qiladigan qizsiz, buni bildim. Xos. O'qib ko'ring, xo'p, sizga yordam beradi bu kitob. Yaxshi kitob. Chunki mana necha yildan beri sotuv qilasiz? 1 yildan oshdi. Bo'ldi, 1 yilda уже planka yuqoriga chiqish kerak. Bo'ldi. Qaranglar, har doim o'zingizga maqsad qo'yinglar. 1 yilda qanaqadir standart narxda yashaysizlar, 20 millionga ham, 30 million. Keyingi yilga уже sizlarda planka oshish kerak. Bu uchun sizlar yangi bilim investitsiya qilasizlar, Mohiraga o'xshab, menga yoqdi. Hozir mana shu kelayotganimda o'zi 20 millionlik darsni sotib olib o'tirdim. Amerikadagina, Nyu-Yorkdagina. Harakat qilasizlar, o'sha narxga qanaqadir maqsad qo'yib, shunga stremиться qilishga. Tushuntira oldimmi? Maqsad qo'yish bu psixologiya tomonidan-da. Men sizlarga вообще maslahat beraman, maqsadni finansiy tomondan qo'yishga. Hammanglarning maqsadinglar qanchadir pul turadi, to'g'rimi? Jasmina, qanaqa maqsadingiz bor? Bo'pti, mana o'rtadagi yigitimiz ismingiz nima? Ulug'bek. Mana qanaqa maqsadingiz bor? Mashina yoqadimi? Mashina yoqtirmaysizmi? Haydash xohlaysizmi? Masalan, yoqtirgan mashinangiz necha pul turadi? 35 ming, to'g'rimi? Yaxshi, hozir mashina yo'q. Meni baxtim. To'g'ri tushdim. Qarang, 35 ming bo'lsa, qarang, uni yoyib yuboring. 35 ming dollarni xohlasangiz, mana savol beraman. 6 oyda topish xohlaysizmi yoki 1 yildan? Endi hozir topayotgan pulingiz qancha? $350.
Yaxshi, 6 oyda topsangiz bo'ladi, lekin 6-8 oycha ketadi. 8 oyda 35 ming dollarni necha kun ishlaysiz bir oyda? 20 kun, 24 kunmi? Bir oydami? 24 kun. Nima sotasiz? Quyosh paneli. Aha. Bir haftada nechta prodaja qilasiz? Bir haftada ko'payib ketishi ham mumkin, kamayib ketishi ham mumkin. O'rtacha hisob olganda Nima qilasiz? Bir haftada nechta mijoz bilan gaplashasiz? bir haftada taxminan 200 dan oshiq. Xo'p, nechtasi prodaja bo'ladi? 200 dan oshiq ekan-ku, normal prodaja bo'lish kerak sizda. Litis tayyor ekan-ku. Bizlarniki narsalar ozgina qiyinroq, juda takror narsa bo'ladi. Ommaga kirib kelmagan narsalar qiyin. Nimaga? Hozir bundoq yuring, bizda-chi Bo'stonliq tumanlarga ham qo'yib tashashgan u narsani. Aytamiz, sizga asosan zaifga qoldiradigan insonlar oylikdan oylikka yuradigan insonlar. Ular masalan kreditga bo'ladigan bizlar o'zim masalan. O, kredit muammo. Hozir dekabrda kredit hech kim ola olmaydi. Olsa bo'ladi. Men o'zim masalan beraman, bu sotmayman. Sizda chegara bor ekan. Chegara bor ekan. Yo, kreditni yoqtirmaysiz. Xo'p, mayli, yo kreditni yoqtirmaysiz yoki kredit yoki faqat naqdga pul sotishni xohlaysiz. Naqdga ekan faqat. Yaxshi, 35 ming dollarni bo'lib yuboring 6 oyga. Nechtadan hisob hozir o'ylab ko'ring. Bir oyda nechta sotuv qilsangiz, 8 oyda 35 ming dollar qo'lingizda bo'ladi. Bizlarniki hozir qarang, sotuvdan foiz yo'q bizda. Oylik. KPI. Maksimum olganimiz 400 Maksimummi? Undan ko'p olmaysizlar. Masalan, bir sotuvimizga qarab emasda, bizda hozircha Oylik. Yaxshi, xo'p. Unda savolim shu to'xtaydi. Atak o'zi chegara bo'lish kerak emas sotuvda. Xo'p, qani? Eng katta summa sizda. Sizda. Voy, yozdingiz-ku 15 ta. Eng katta summa qancha? Ishlatadigani yo'qdagi. O'sha yerda topadigani. Dadam. Qancha? 30 million deydi. Xo'p. Eng kichkinasi? Eng kichkinasi endi olgan. 3 million topadi. 3 million topadi. Yaxshi. Bo'lamizmi? Tak, давайте. Nechta odam yozdingiz? 15 ta. Birinchi o'g'ilmisiz? Yo, bitta o'g'ilmisiz? Birinchi o'g'lim. Birinchi o'g'ilsiz, a? Adez o'g'limisiz deyman. 2 million chiqdi. 2 million? 2 million chiqdi. Yo topasiz, yo topmaysiz, lekin erkakligingiz bilindi. Qorningiz och emas. Nima sotasiz? A? Sizlar bilan birgami? Sotuvda eng katta muammo bilasizmi nima? Sotuvchilarda qorin to'q bo'lish. Qorni to'q inson prof sotuvchi bo'lmaydi, aytib qo'ying sizlarga. Qorni och odamgina prof sotuvchi bo'ladi. Muammoda qolganingizda, qo'lingizda nima borligini bilmasdan turib olib sotib yuborsanglar, unda insonni muammosiga ham, anaqasiga ham, yechimiga ham, uni kontaktiga ham tushib ketasizlar. Och qoringa hech narsa sotib bo'lmaydi, oldindan aytib qo'ying. Xo'p, Hoji Murod. Menda sezonniy deganlar borda. Misol uchun ba'zi sezonlar ko'p topishadi, ba'zi oylar kam topishadi. O'shaning o'rtasini oling, yo eng ko'pini oling. Ayting, qani? Menga hozir men sezoniga qaraymiz. Bo'pti. Hozir sezonda qancha topadi? Qarang, qochishini. Xo'p. O'tgan oy aytsam bo'ladimi? Hozir ko'p. Xo'p, o'tgan oy ayting. 30 million. 2 million chiqyapti-ku. Rasxod qilgan o'rtog'im bor, 50 million rasxod qiladi. 50 million oyiga, lekin pul topish yo'q. Topishi bor, Topishi bor. Sezonlik o'ziniki. Aha, xo'p. U sizga plusmi yo minusmi? U barobar. U siz bilan barobar. U siz bilan barobar bo'lmaysiz. Bir oyda necha pul topasiz? Xo'p, u sizdan ko'p. Rasxodi topadigan puldan ko'proq. Ha, bu noto'g'ri. Xo'p, mayli. Uni rasxodi ham ko'p, qo'lida puli ham ko'p, a? Ha, shunaqasi bo'ladi. Teng bo'la olmaysiz uni. U sizga plus bo'ladi. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar? Lekin Qanaqa misol uchun hamma narsa bir xil. Yo, darajali bir xil bo'lgani bilan qadriyatingizga ketayotgan standartingiz ikki xil-ku. Uni fikrlash manikidan ancha 50.
Так, nima deb o'ylaysizlar? Hojimurod qanaqa bola? Otdan tushsa ham egardan tushmaydigan bola. Ha? Fast keskin, lekin aytib qo'ying, tan olish ham bitta mahorat. Tan olishni bilish kerak. O'tgan safar ham o'sha makaronni aniq hech kimga bermasdan o'tirib olib, rosa yasuvdingiz-da. Qatdan qarashganmiz. Xiyolida turib. Voy. Gapi boshidan oxirigacha nima degandiki? O'zim qildim deganmidi? Xuddi shunaqa. Qaranglar. Har bir yilida katta topadigan, kichkina topadigan odam bor-da. O'rtadagi planka bu sizlar. Sizda qarang, chegara bor ekan. U naqdga sotasizmi, kreditga sotasizmi yo orqangizdagi unaqa bo'lish kerak emas. Sotuvda просто tupi sotiladi. O'sha narsa o'ylanmaydi. Sotuv psixologiyam aynan shunga qaratilgan. Agar qanchalik sizlar mijoziylarni qanaqaligini bilsanglar, shunchalik unga prodaja qilishinglar oson bo'ladi. Lekin mijoziylarni gapida tahlil qilishni bilmasanglar, prodaja qila olmaysizlar. Tahlil qilishni o'rgatingmi odamlar bo'yicha? Maslahat berib sotmayman. Puli yo'q odamga maslahat berib sotmayman. Kreditga olaman degan odamga o'zi kredit olib qo'ygan yoki ariza topshirgan odamga sotishi mumkin. Lekin maslahat berib sotmagan puli yo'q odamga kredit oling, man qo'ysangiz qoplab ketadi, pul ham keladi deb aytadi. Qoplab ketadi, shu kreditga sotmayman. Shunaqa holat maslahat berib. Bu kreditga o'zi olmoqchi bo'lib kelgan odam bo'ladi-ku. Unaqalarga sotib olishi mumkin. Lekin u yo'lga men boshlamayman. Bo'ldi, tushundim. O'zingiz barcha chegaralar bor. Mana shu ikkita bolani olamiz. Chiqinglar aytganda. Chiqinglar. Bular to'g'ri ma'lumot beryaptilar-da. Kreditga olib sotmaslik, masalan, o'rtaqor oilada olishi mumkin. Shu kreditga olgani bilan uni yillab to'lash. Qiynalib, siqilib, ana million esimga tushib ketdi. Mana kredit oling, o'zingiz nomingizga adresga olmang. Koshmar. Qaranglar. Tahlil qanaqa bo'ladi? Prosta hozir vizualni ishlaydigan holatda ko'rsataman. Lekin agar tahlili kuchli bo'lsa, aytib qo'ying. Sotuvchi bo'lib, mijozlar bilan gaplashayotganda, mijozinglar o'sha nima xohlayotganini oldindan bilib turasizlar. O'sha oldindan bilasizlar. Ovoz tempini ham o'rganmasanglar. Mana shu ikkita bolalarni ajratib beringlar. Ta'rif beringlar. Qanaqa masalan, bittasi sal to'lashganroq, bittasi ozg'inroq. Xarakteridan aytsam, Yo'q, to'g'ri, xarakteri emas. Xarakter emas. Hamma taniydi, bularni to'g'rimi? Yo'q. Давайте tanımaydigan ollar. Давайте tanımaydigan ollar. Men o'yladim, bu bolani yonidagi o'rtoqlari ishontirib, bunday mashina olamiz desa, olaylar. Bo'lmasa olmaydi o'zlari ishonib. O'zlaridan risk qilmaydilar, hatto o'rtoqlari bilan risk qilsa oladilar. Xo'p, yaxshi. Zato o'zingizlar haqida bilib olasizlar. Ya, tanımaydigan ollardan. Tanımaydigan ollardan. Bo'ldi, qolgan hamma taniydim. Hojimurod taniysizmi bularni? Chap tomondagi ikkinchi marta ko'rishim ekan. Bo'ldi. Bo'ldi, давайте. Qanaqa hisob beraymi insonga? Ajratib bering, qanaqa odam? Farqi. Xo'p, o'ng tomondagi inson studentga o'xshadilar. Viloyatdan kelib, o'sha o'zlarining puliga o'zlari kontraktga to'lab yoki o'sha misol uchun o'zlari rezervatsiya qilgan insonga o'xshaydi. Chap tomondagi inson esa misol uchun pulga muhtoj emas, lekin misol Kim aytib turibdi? hayotdan Voy, uzr. Xos. Yaxshi taqdinglar. Вообще, xo'p. Bo'ldi, xo'p. Вообще tahlil 0 desa bo'ladi. Qaranglar. Oldinglarda ikki xil odam bor. Men spesialni bilan chiqardim. Bitta inson sal to'lishgan, bitta inson ozg'in. Endi bularni fikrlashi ham ikki xil bo'ladi. Oilada bular o'sha nima edi, ota-onaning bitta farzandi bo'lsa ham, bularda bunaqa toifa insonlar psixologiyada mezomorfni deyiladi. Bunaqa insonlar ektomorfni deyiladi. Bu inson faqat aqli bilan ish qiladi. Sotuvda juda sovuq bo'ladi. Olsang ol, olmasang bo'ldi, keyingi mijozga o'tib ketadi. Bu inson mijozi ehtiyojiga ham urg'u beradi. Ya'ni nima ola olmayapsiz, nima bo'lyapti deb bu bilan muloqot kuchli bo'ladi. Bu muloqotni kamroq bo'ladi, lekin uni sotuvi ko'proq bo'ladi. Chunki bunda emotsiya kam. Bunda emotsiya kuchli, lekin insonlarga yordam berish miyasi tushunchasi kuchli bo'lgani uchun buni prodajasi kamroq bo'ladi. No, bundan bitta mijoz agar xarid qilsa, biron bir narsa 2, 3, 4, 5 marta ham oladi. Chunki bu bilan muloqot qildi. Bu yo'q. Tushuntira oldimmi? O'shanga qarab turib odamni agar sizlar tahlil qilishni bilsangiz, sizlarni rahbaringlarda ham xuddi shunaqa narsalar ko'p. Dofiga.
qorin chiqqan bo'lsa biladi, yeb ichish yaxshi ko'radigan insonlar. Ani etsanglar bo'ladi-da, ani svetingiz o'chib qolsa ham o'tiraverasiz-da, aka deb vizualizatsiyasini yoqib bersangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib sotuv qilishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Bu siz bo'lmaydi. Ya'ni sotuv deymiz, lekin baribir holimiz ham yo'q, psixologiya kerak bizga. Ovozi gapirayotgan yo'g'on ketyaptim, bunga aniq gapirasizlar. Maydalash kerak emas, cho'zilish kerak emas, dangal raqam kerak. Bunga bechorani yoqsanglar, lekin bu sizlarga muammolarni tik hal qilib beradi. Investitsiya bo'yichamiz? Bo'ldi, investitsiya keling, unda men bundan boshlaylik deydi-da. Men sizga o'zim yordam beraman deydi. Bo'ldi, agar yordamga muhtoj bo'lsa, osilib oladi bunga. Voy, baraka toping deb. Tushuntira oldimmi? Bu yordam bermaydi. Xuddi shunaqa ayollarda ham tipologiya bor. Tushuntira oldimmi? O'tiringlar. Mana shunaqa qilib ajratishinglar kerak odamlarni. Tushuntira oldimmi? Xo'p, savollar bormi? Yo'qmi? Yo'q, o'zi umuman savollar bormi? Qarang, bizda hammada qimmat sizda kam deyishadi. Nima deyshadi? Foizinglar kam deyishadi. Foydasi kam deyishadi. Masalan, endi faqat oluvchilar telefon qiladi-da. Mana buni nima Sotuv narsa kerak emas. Men sizga hozir tushuntirib beraman, qaranglar. Hayotda o'zi ikkita inson bor-da, yo'q, ikkita emas, 3 ta. Qaranglar. Men sizga tarixni tushuntirib bera qolay, ozgina sotuvi. Birinchi jahon urushi hammamiz o'qiganmiz maktabda. Birinchi jahon urushi bo'lgandan keyin butun Yevropa, Amerika, butun davlatda qiyinchilik boshlangan, to'g'rimi? Endi o'sha paytda odamlar nima qilishdi? Tafakkuri kuchliroq, yaxshi yashashni xohlagan insonlar stремиться qildi, o'yladi. Ya'ni buni Grentli bilan Brentli olimlar o'rganib chiqishgan. Nima qilsak, o'sha omadli insonlarni qanaqa qilib ajratamiz deyishgan. Birinchi jahon urushidan keyin o'zini yaxshi hayotda yashashni istayotgan odamlar hamma bilgan shu uyda nimadir bekitib turilganini. Ular maqsadi hammani uyidagi nimadurini olib, lombard qilib, shaharni to'g'irlab olishadi. Ana o'shandan boshlanib marketing, sotuv Amerikada nomer 1. Xitoyda emas etib qo'yib. Xitoyda ko'p. Amerikada sotuv nomer 1. Endi ular prodajani zo'r qilgandan keyin muloqot orqali ular odamdan ajratishadi. Birinchi odamlar bizada nima deb bo'laysizlar? Qanaqa insonlar? Bechora insonlar, xo'p, frustrativni, arosatdagi insonlar, keyin mustaqil insonlar. Qaranglar. Xolimiz ham, xohlamaymiz ham, bu baribir insonning psixologiyasi borib taqaladi. Bechora inson toifasi qanaqa bo'lar ekan? Допустим, kichkina bola yuribdi-da, chupa-chupsi ochib yemoqchi edi, oyisi, to'xta dedi, ochib berdi. Tam ko'chaga nimadir kiymasdan chiqib ketyapti, to'xta dedi, adasi oyog'iga ubfini kiyg'izdi, yugurib ketdi. Bu bola o'zi uchun hech narsa qilmadi. Hammasini qilib berishyapti. Endi ikkinchi bola bu arosatdagi. Misol uchun magazinga bordingiz, Ziyoda, bitta ko'ynini ko'rdingiz-da, oyingiz keldi, keyin oyingiz aytibdilar, "Shuni olasam, ha, shuni olasam" deyaptilar, keyin siz ha deyapsiz, nima bo'lyapti sizda? Samneniya bo'lyapti. Kiyim uncha ne to'g'mikin, yarashmasmikin degan nima bo'ladi? Bizda ikkilanish bo'ladi. Uchinchisi mustaqil insonlar. Bu insonlar mustaqil o'sgan. Ya'ni biron bir narsa qilmoqchi bo'lganda bularga erkinlik berilgan. Ol ye, qil, eplab ko'r, qila olmasang keyin ko'ramiz deyilgan. Sizni mijozlaringiz asosan dangasa insonlar. Oluvchilar ular. Tushuntira oldimmi? Hammasi emas, asosan oluvchilar. Necha yoshlilar ko'proq sizlar bilan gaplashadi? 90dan 2000 Ular risk qiladiganlar. Yoshi kattalashgan sari risk pasayib ketadi bizda. Mana shu aytayotgan odam yoshi necha yoshda bo'lish приблизительно? Necha deb? 36 yoshlar. Yo'q, 36 uncha bo'lmaydi. 40 deylik. Endi qarang. 40 yoshda agar yo u yoqlimi yoki sizlarga pul tikiymi yoki hali o'zini biznesi to'lqin bo'lmasdan turib investitsiya qilmoqchimi? Bu katta sum ushmagan odam.
bu o'zini уже fizически ozgincha уже zaiflashayotganini bilyapti, как-то nimadir qilishga harakat qilyapti. Bularga sizlar доверие berishinglar kerak. O'zingizlarning ishonchingizni emas, доверие berishinglar kerak. Ishonch. Faqat sinov bilan yopasizlar. Chunki sizlar sinovli yopmasanglar, bular nima xohlayotganini bilmaysizlar. Ayniqsa sizlarga bu narsa kerak. Ayniqsa. Aniq ro'yxatda o'tganmisizlar, boshqa xulosalaringiz bormi deb ko'p so'raydi. Chunki admin ko'paytirdi. Buning uchun ishonch kerak. Chunki o'zingiz ham bir marta shunday qilib olmaysizda, reklamada bo'lib turib qoladi. Xo'p, qarang, mayli. Uni aytmoqchimanki, risk qilayotgan insonlarda bularga ishonch bersanglar o'tib ketadi, xo'p? Keyin foydasini aytmoqchiman, boshqa banklar bilan solishib ketishadi. Конечно. Ularda ko'p bo'lishadi. Keyin nima deb javob berasizlar? Sizning tarafdan Hatto marketdan xulosalar berilgan. Islomiy qatga ketyapti pulingiz, kimdan kelyapti foyda, rozchilikdan kelayotgan. Analiz banklarda unaqa yo'q endi. Halolligini aytsak keyin kiritadi. Chunki musulmonlar haromdan qo'rqib turadi. O'zbeklar ko'p. Shuning uchun aytib qo'ysak, analiz banklarda qayerdan rozchilik bilan kelayotganini bilmaysiz. Bizda siz boshqa odamga yordam berayotgandek kelyapsiz desa, ha, to'g'ri deyishadi. Ha, piramida kuchlilar qiladi. Bizda ham shunaqa uchratyapti odamlar, sotuvchilar. Oboramiz, sotib olishgacha oboramiz dedi, lekin shunday boshqasiga qarab ketib qoladi. Boshqasidan olib ketib qoladi. Nima sababdan bo'lishi mumkin? Boshida aytdim, Kamola ismingiz? Boshida aytdim. Siz mijozingiz, qaranglar, sizlarda algoritm yo'q. Men o'sha tushunib bo'ldim-da. Algoritm bu nima degan? Algoritm sotuvda ketma-ketlikni bo'lish kerak. Ko'p mana sizlar gaplashayotganingizda mijozni savoliga qarab turib, miyada nima fikr kelsa, tez gapirasizlar. Unaqa gaplashilmaydi. Salomlashasiz, birinchi savol berib kontrolni qo'liga olasiz, ehtiyojini o'rganasiz, shunga qarab turib, u gapirayotganda voy to'g'ri tanlov qilayotgan ekansiz, lekin reklama qilmaysiz mahsulotingizni. Polni gapirib bo'lgandan keyin, qarang, bizda mamnaq mahsulotlarimiz bor. Xohlasangiz ma'lumot beraman deysiz. Ma'lumotni sekin prezentatsiya qilib berganingizdan kamida 2 minut prezentatsiya qilasiz. Undan ko'p qilinmay charchab qoladi ular. Prezentatsiya qilib kelganingizdan keyin yana bitta pog'oningizni ko'tarish uchun siz o'zingizni korxonangizni reklama qilishingiz kerak. Bizning o'zi korxonamizda mamnaq narsalar bor deb, anu statusingizni ko'rsatsangiz, keyin u sizga nima qiladi? Haqiqiy ichki ehtiyojini aytadi. O'zi hozir ko'ryotgandim, yana bitta aylanib boshqalar bilan ko'rib telefon qilaman deydi. Yo'q, menga sizlarniki to'g'ri kelmayapti desiz, sразу aytishingiz kerak. Sizga bizning mahsulotimizda to'g'ri kelmayaptimi yoki narxida muammo bo'lyaptimi deysiz. Yoki siz mo'ljallingiz keyinroq olishmi yoki hozir просто izlanyapsizmi deysiz. Doim tanlov biz 2 ta 3 ta beramiz. Bitta tanlov bilan to'xtab qolmang. Bilmadim, endi xabarlashamiz deganda, xo'p deb qo'ymaysiz-da, sразу qaysi kuni soat nechida telefon qilsam sizga qulay bo'ladi deysiz. Agar 2 kundan keyin, 3 kundan keyin xabar oling desa, shu 2 kun, 3 kun orasida siz unga Telegramga yozasiz, SMS yozasiz, xohlagancha nima yozsangiz yozing. Yaxshi kayfiyat bilan-da o'zingiz aloqaga chiqasiz. Bizga har doim bizga yaxshi servis xizmatini ko'rsatayotgan odamlar yoqadi. Agar siz menga ma'lumotni tushuntirsangiz, foyda tarafini tushuntirsangiz, telefon qilaversangiz, ignor qilsam ham, men o'sha sizga qiziqishni boshlayman. Shu qiz mamnaq ma'lumotlar beryapti menga deyman. Doim siz qarang, siz emas, o'zi umuman sizlar mijozinglarni ikkita narsada qutqarasizlar. Yo ketkazayotgan rasxodni ixchamlashtirishga yordam berasizlar, yoki qo'lidagi pulini ko'paytirishga yordam berasizlar. Bo'ldi, boshqa vazifangiz yo'q sizlarni. Shunga qarab turib tushuntirishingiz kerak. Sizlar ko'paytirishga ishlasanglar, sizlar ixchamlashtirishga ishlashingiz kerak. Vizualizatsiya, Jasmina, tasavvur yo'qotasiz. Emotsional charchagan bo'lsangiz deb sizni tur paketlarimiz kutmoqda deb. Shu bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi. Agar savolingiz bo'lsa, beringlar, javob berib ketaman. Bo'ldim, savollar yo'qmi? Ba'zi telefon qilganingizda gaplashayotgan odamingiz o'ta introvert bo'ladi. Siz savol berishni ham bilmaysiz yoki undan javob kutishni ham bilmaysiz. Shunchaki jim turadi. Holatda nima qilish kerak? Yumor ishlatish kerak. Yumor, hazil ishlatish kerak. Nimada bo'lish, nimalarda biz hazil qilsak bo'ladi, nimalarda hazil qila olmaymiz. Shaxsiyat bo'yicha hazil qilib bo'lmaydi. Din bo'yicha hazil qilib bo'lmaydi. Siyosat, molodez, siyosat bo'yicha. To'ppa-to'g'ri. Qarang,
gaplashayotganda, masalan, gapirayotganingizda ha, u bu desa, siz sразу gap olasiz. Aka charchaganmisiz deysiz. Yoki cho'ta hozir kayfiyatingiz yo'qmi? Yo'q, ne unaqa. Cho'ta kayfiyatingiz yo'q deb birpas turib keyin telefon qilib yuboringmi deysiz. Qiziqtirasiz, qo'yib qo'yasiz. Bu tugallanmagan gap deyiladi. Agar ismingiz nima? Boburjon, qarang. Agar siz hozir osh yeb turgan bo'lsangiz, issiqqina, takoy qazilar bilanda, shunda oldingizdan tars qilib olsam, bir umr miyangizda qolaman. Xuddi shunaqa telefonda agar introvert bo'lsa, tugallamagan gap qilib bosasizda, o'zingizga qanchadir muddatdan keyin chiqasiz. Tushuntira oldimmi? U sizga o'sha qiziqish qoldirgan bo'ladi. Hamma yigitlar ani maktabda qo'polib ketganda, sizlarni rad etgan qizinglar miyanglarda qolgan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa bu ham. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam. Bormi yana savollar? O'sha suhbatni boshqarishida, suhbatni boshqarishga harakat qiladigan insonlar borda. Boshdan ular Qanaqa boshqaradi? Bitta misolingizni ayting. mani boshqargan holatlar bo'lganda o'zim. Men bo'pti, o'shani aytib bering misol qilib. Menga aytib tashlayapti, gaplashib narsa qilib, necha qilat kerakligi hammasini filtr qildim. U ma'lumot berishni boshlayapti menga. Men bu gaplarni bunaqa ekan, rosti cho'zib ketyapti. Endi unga gapirib Qarang, o'sha Yo'q, to'xtang. Gap, mana siz shuncha ma'lumot berib, sizga boshqa joylardan eshitgan informatsiyasini sizga aytibdi-da. Siz обязан emassiz uni informatsiyasini eshitishga. Siz o'sha payt srat aytishingiz kerak. Aka yoki o'sha ismi Jamolmi, Sardormi? Sardor aka, hozir buni menga aytayotganingizdan sabab nima deyish kerak? Lomkaga bunday savol bering miyasiga. Doim savol berayotganingizda, bilinglar, odam miyasi 2-3 sekund tarmaziz qiladi. Tarmaziz qilayotganini qatdan bilasizlar. Men buni savol berayotganimiz sababi deb boshlaydi, u miyasida o'ylab turgan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? O'sha mijozim tergovchi bo'lganda o'zi, aytgan shu gapni ham aytgan. Nasib ko'rishib gaplashgan, sotuv qilgan. Bunday o'sha suhbat boshqargan, esimda o'sha bitta narsa suhbatni boshqargan. Tergovchi bo'lgan. Tergovchi. Bo'ldi. Undan tashqari Xas. Menga asosan o'zi umuman продажам pozitivniy emotsionalniy insonlardan bo'ladi-da. O'zim ham shunaqa bo'lganim uchun shunaqalarga sotuv qilishim oson, lekin ustoz bilan bo'lgan reysda analitik kafolati ko'proq muhim bo'lgan inson gidlar menga ko'p tushdi-da. Ularga faqat kafolat raqamlar bilan aniq qilish kerak. Uni boshida men buni umuman ajratolmadim. Orasida yo'q bo'lgan. Lekin sotuv qilganlarim bor, oxirini amallab kuldirib chiqishib, bilan gaplashib sotuv qilindi. Ularga amallab. Hozir mana bitta narsa o'ylanayapti. Shunda suhbatni o'z boshida unaqa analitiklarni ham, emotsionallarni ham Ajratib olishingiz kerak. Ajratib olishingiz kerak. Usiz bo'lmaydi. Qiynalib ketdim mana. Даже men o'zim korxonada dars bersam, men rahbarlarni sразу ajratib olaman. Agar mana doimo o'sha korxonaga borib dars berishdan oldin probni dars o'taman-da. O'zi auditoriyasi qanaqa, auditoriyasini bu o'zi boshqara oladimi, eplayaptimi, o'zi fikrlashi qanaqa, grafika qanaqa. Agar o'sha mani miyamdagi narsalarga o'sha rahbar bo'lsa ham tushmasa, men ishlamayman. Endi men sizga unaqa maslahat bermayman. Nima ishlamayman? Chunki men bergan darsdan u natija olmaydi-da. Chunki o'zida natija yo'q-ku. Sizda sal hisob kitobda muammo bor ekan. Ismingiz nima? Fatima, buxgalteriyaga o'qing. Zo'r, yo'q, to'xtangiz. Buxgalter bo'lish uchun emas, sizni IQ'ingizni oshirish uchun aytyapman. Mana kreativ, qarang, sotuvchi kreativniy bo'ladi, IQ'si baland bo'ladi. Men hozir mana shuni aytib beraman sizlarga, IQ kimda baland? Ziyodada baland, lekin u rosa Ziyoda yaxshi sotadi. Yaxshi sotuvchi, endi hozir biladimi, bilmayman, bu qop bo'ladi, bilmayman. Tak. Xo'p, mana oxirgi qizimizda kreativnisi baland. Sizda IQ baland, lekin hali rivojlanmagan sizda IQ. Tak, bo'ldi. Men qizilda nima ismingiz? Muazzamda ham bor, lekin muazzam rivojlantirmagan. Komolada endi uyg'onyapti IQni. Keyin orqadagi bolada ham IQ bor. U ham endi taksiga uyg'otib borayotgan bo'lishi mumkin. IQ juda muhim narsa. Sizning mijozingiz, qarang, agar intellekti yuqori bo'lsa, sizni berayotgan emotsiyangiz unga kopeyka, xoch chiqarib ko'rsatdim-ku, kopeyka bo'ladi. Unga aniq gap gapirishingiz kerak. Aniq gap bo'lish uchun даже siz sotayotgan mahsulotingizni bir oyda yoki bir haftada, bir yilda unga qancha foyda olib kelishini kamida tirs qilib tashlashingiz kerak. Umrami? U tim bo'li umrida foydasi tegish kerak unda. Короче, o'sha именно ustoz bilan bo'ladigan safarda menga prям mana shunaqa biznesdan shunaqa bitlar tushib ketdi-da.
keyin men o'yladim nimaga men bularga sotib qo'yaman ichim bo'lib bitta faqat bizni umrani ustoz bilan rejalashtirdik. Bir narsa aytaymi? Siz yo'q. Ismingiz nima edi? Fatima, qarang. Qancha sotuvchi bo'lib turib, mijozlarga narsa sotmay, mijoz sizni tanlov qiladi, sizdan olishi. Bilaman, shu nimaga? Mana emas ketyapman. Agar IQsi baland bo'ladigan inson bo'lsa, sizni gapingizda aniqlik ko'rmayaptimi, u sразу siz bilan xayrlashadi. Sizni vazifangiz sotuvchi bo'lib, gibkiy bo'lish. Ya'ni gapirayotganda ovozi yo'g'onroq, aniqroq, dangalroq so'rayaptimi, bo'ldi, IQni ishlatib hisob kitobini qiling. Lekin gapirayotganingizda masalan, sal yumshoqroq, aylantiribroq, emotsiyalarga berilib gapirayaptimi, yoqing vizualizatsiyani gapirib ketavering. Shunaqa qilishga harakat qilaman. Keyin men o'sha analitikliklar bor-ku, men tushirgan. Ularga shu darajada qiyin bo'ldi o'sha momentda qanaqa bajarasi bo'lar ekan deb o'ylab qoldim. Ovozi shunaqa yo'g'on, aniq gaplash men bilan deydiganda, unda uchi-puchi qilib o'tirmaydi deydigan. Hojimurod bilan ko'proq gaplashsangiz, siz azizcha intellektingiz oshirib beradi lekin. Yo'q, oshirib beradi. Kamola? Savolingiz ham? Savollar bormi? Yo'q. Bo'ldi. Unda shu yerda mashina tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vaqtingizni ajratganingiz uchun sizlarga ham rahmat. Yana qilinglar. Uni anaqaga aytasizlar, Javohirga aytasizlar. Yana rodim. Anu qizlar